internetga ega bo'lmagan, qanaqadir bir himoyalangan tarmoq bo'lmagan odam kirdi degani bu o'lja degani. Ular har xil appga fayl deymiz yoki nasib telefoniya deb atalgan yo'nalishlarimiz bor, onlayn kredit olish holatlari ko'paygan yoki mana trading deb atab o'tamiz hozir ancha trenddagi masala shu pul ko'paytirish boshqa yoki onlayn qimor bor, AliExpress, Mospet, Lendibet turlari ko'p. YouTube'da esa internetda shu darknet, imенно shu darknet deganingizga darknetga qanday kirilishi bo'yicha ko'plab yo'riqlar yoki bo'lmasa qanday qilib kirish kerakligi, qanday qilib bu yerdan misol uchun savdo qilish kerak yoki forumlarda qatnashish o'sha suhbatlarda bular bo'yicha ular qanchalik bizga zarar. O'zi aslida kamida 1 oyda yoki 3 oyda bir yo har chorakda bir ixtiyoriy bitta login parolni almashtirib turish. Login almashtirsa ham parolni almashtirib turish kerak. Eng qizig'i Jarim APKning pastida sertifikati ham turgan bo'ladi. Shuni ham aslida shuni ham. Boshliq pechat imzolari bilan. Shunaqa edi. Firibgarlarga yozyapti. 50 million yaqin pul tushdi plastimga. Nima qilyapti? Firibgarlar aytayapti, bizani endi haqimizni bering deyapti. Biz sizga kredit olmadik-ku deyapti. Xizmat haqimizni bering deyapti. Xo'p, nima qilishim kerak deyapti. Bitta kod bordi, shuni aytib yuboring deyapti. Shu kod aytib yuborsangiz, o'sha olgan kreditdan 5% foizimizni olib qolamiz. Aka shunday kodni aytayapti. Plastikdagi 50 million hammasi ketyapti. Hammasi ketyapti. Bugungi mehmonimiz Ichki ishlar boshqarmasi axborot texnologiyalari sohasida jinoyatchilikka qarshi kurashish boshqarmasi mas'ul xodimi kapitan Hojimurodov Behzod Ibodullayevich. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Marhamat qilib o'zingizni ozgina tanishtirib o'tsangiz. Demak, men Navoiy viloyati Ichki ishlar boshqarmasi axborot texnologiya sohasida jinoyatchilikka qarshi kurash boshqarmasi mas'ul xodimi Hojimurodov Behzod Ibodullayevichman. Demak, prezidentimizning 2025-yil 30-aprildagi qaror talablari asosida Navoiy viloyati Ichki ishlar boshqarmasi qoshida yangi boshqarma tashkil qilindi. Hozir aytib o'tganim shu boshqarmamiz tashkil qilingan. Shu boshqarmada shu kiberxavfsizlik yo'nalishi bo'yicha mas'ul xodim bo'lib ishlayman. Tanishgan bilan xursandmiz. Xo'p, bugungi mavzuyimiz hozirgi kecha kunduzda dolzarb bo'lib kelayotgan kiberxavfsizlik mavzusi bo'ladi. Ma'lumotlarning tarqalishi, shaxsiy ma'lumotlarning internetga chiqib ketishi, mana shu haqida. Xo'p, sizga bermoqchi bo'layotgan ba'zi bir savollarimiz bor. Bular kuzatuvchilarimizga ham qiziq. Xo'p, kiberxavfsizlik tushunchasi haqida o'zgina ma'lumot berib o'tsangiz. Endi kiberxavfsizlik tushunchasi o'zi umumiy katta tushuncha hisoblanadi. Endi asosan hozirgi 21-asr bilamiz, axborot asri, har bitta sohaga, har bitta yo'nalishga, har bitta ko'chaga desak ham bo'ladi, har bitta uygacha, har bitta shu qo'limizda olib yurgan telefonimiz, har bitta soha yo'nalishgacha bu yo'nalish kirib borgan. Masalan, 20-asr yoki undan oldingi asrlarga nazar qilib soladigan bo'lsak, bu narsa yo'q edi. Shu rivojlanganimiz sari shu kiberxavfsizlik yo'nalishi rivojlanib bormoqda. Hozirgi kunda demak, aytganimdek bu yo'nalish juda keng yo'nalish. Endi asosan O'zbekistonda endi kiberxavfsizlik yo'nalishi bo'yicha shu prezidentimizning qarorlari, talablari asosida ko'p ishlar qilinyapti, ko'p loyihalar amalga oshirilyapti. Jinoyatchilikni oldini olish, uning profilaktikasi, uning huquqiy oqibatlari, shu masalalarda ko'p ishlar tashkil qilinyapti. Endi aytganimdek, bu juda katta umumiy yo'nalish bo'lganligi sababli endi har bitta yo'nalishda bo'lib o'sha kiberxavfsizlik turlari ko'p. Masalan, jinoyatchilikka keladigan bo'lsak, uni o'ziga yarasha turlari, masalan, APK virus deymiz, virusli olovalar deymiz yoki internet orqali xavfli turlar bor. Dasturlar har xil shu APK fayl deymiz yoki nasib telefoniya deb atalgan yo'nalishlarimiz bor, onlayn kredit olish holatlari ko'paygan yoki mana trading deb atab o'tamiz hozir ancha trenddagi masala shu pul ko'paytirish boshqa yoki onlayn qimor bor, AliExpress, Mospet, Lendibet turlari ko'p. Har bitta yo'nalishimiz o'ziga yarasha shu dolzarb hisoblanadi. Endi 2025-yil oxirigacha hozirgi kunda O'zbekiston Respublikasida shu kiber jinoyatchilikni 62 ta turi aniqlangan hozircha bu. Kundan kunga O'zbekiston Respublikasida hozirgi kungacha 62 ta turi aniqlandi. Keyin hozirgi vaqtda dolzarb bo'layotgan yana bitta muammolardan bittasi ma'lumotlarning sizib chiqishi yoki bo'lmasa shaxsiy akkauntlardan shaxsiy ma'lumotlarni internetga tarqalib ketishi yoki bo'lmasa plastik kartalardan fuqarolar nomidan pul yechilinishi yoki bo'lmasa shu kredit olinishlari bo'yicha shu narsalarga qarshi kurashish yoki bo'lmasa akkauntlarni himoyalash, ma'lumotlarni tarqalib ketmasligi uchun qanaqa amallar bajarilishi kerak? Tushunarli. Demak, birinchi savolga qaytadigan bo'lsak, ma'lumotlarni sizib chiqishi mana hozir internetda ko'p trendga chiqdi, ko'rgan bo'lsangiz, global muammo bo'lib qoldi. O'sha darknet, o'sha qora bozorda
o'zini ularni alohida bozori bo'ladi. O'zi darknet degan o'zi tarmog'i bor. Biz masalan oddiy nimamiz bo'lsa, internetimiz bor, to'g'rimi? Oddiy telefonda qurilma bilan kira olamiz bu internetga. Ular o'zi internet tarmog'i masalan ishxona, korxonalarda VPN bor yoki boshqa. Ular o'ziga shunaqa alohida tarmoq ochib olgan, alohida internet o'zlari uchun. Qisqa qilib tushuntirganda endi shunaqa tarmoq bor. Unga faqatgina o'sha ma'lum bir shaxslar kira oladi. Unga faqatgina masalan biz oddiy internetga Google Chrome yoki Opera boshqa brauzerlar orqali kiramiz-ku. Darknetda o'ziga kiradigan alohida o'zi Tor boshqa brauzerlari bor. Brauzerlar. Ular gapingiz bo'ldim. Qarang, hozirgi vaqtda YouTube'da ham bu narsa ko'p tarqalgan. YouTube'da esa internetda shu darknet, imенно shu darknet deganingizga, darknetga qanday kirilishi bo'yicha ko'plab yo'riqlar yoki bo'lmasa qanday qilib kirish kerakligi, qanday qilib bu yerdan misol uchun savdo qilish kerak yoki forumlarda qatnashish, o'sha suhbatlarda bular bo'yicha ular qanchalik bizga zarar yoki bo'lmasa qanaqa xavflari bor masalan fuqarolarga. Shunday. Endi bunaqa narsada darknet o'ziga yarasha u yoqda firibgar shu jinoyatchilar yoki hakerlar o'zi aytgan uyushmasi nimasi bor. Unga oddiy masalan siz yoki men qanaqadir bilimga ega bo'lmagan, qanaqadir bir himoyalangan tarmoq bo'lmagan odam kirdi degani bu o'lja degani. Tushunmagan odam kirdi degan o'lja. U yoq ichkari urushda bunday olib qarasa, internet urushi. Hamma har yoqdan kiradi, o'zini himoya qilmagan bo'lsa, shu ma'lum miqdorda o'zini shu ma'lumotlarni berib qo'yishi mumkin yoki boshqa holatlar bo'lishi mumkin. O'sha aytganimda u yoqda ichkarida internet urushi bo'ladi. Hamma o'zini himoya qilgan holatda u yoqda ish olib boradi. Qanaqadir ma'lumotlarni sotib olishga harakat qilsangiz, masalan, kirsangiz, men kirdi degan taqdirda ham masalan, qanaqadir ma'lumot sotib olmoqsiz, to'g'rimi? U ma'lumotni siz bilmaysiz. O'sha ular masalan beradigan ma'lumot haqiqiy, haqiqatan bo'ladigan ma'lumotmi yoki qanaqadir soxta yoki qanaqadir fayl tashlab berishi mumkin. Birinchi ular albatta to'lov talab qilishi mumkin. Birinchi o'rinda to'lov talab aytiladi. To'lovni qildingiz, balki kuyib qolishingiz mumkin. U yoqda sotiladigan o'sha nimalarni ma'lumotlar, endi faqat oddiy ma'lumot emas, u yoqda qurol savdosi bo'lishi mumkin yoki giyohvand moddalar savdosi bo'yicha, organ savdosi, odam savdosi, har xil o'sha qanaqa jinoiy holatlar, qora bozor bo'ldimi, hammasi shu yoqda bor. Endi sotib olgan taqdirda ham aytganimdek shu mablag'ga kuyib qoldi, lekin sotib olgan o'sha ma'lumotingiz ham lekin nima davlat tomonidan kafolatlanmagan, yana noqonuniy ma'lumot hisoblanadi. Bu ma'lumotni ishlatmasangiz ham sotib olib qanaqadir saqlagan taqdiringizda ham javobgar bo'lib qolish masalasi ko'proq yo'qda. Chunki pastava qilib olishi mumkin. Qaysidir davlatdan bir o'g'irlab sizga tashab qo'yib, sizni o'sha tashagandan keyin masalan sizni serveringiz, IP adres, manzilingiz unda albatta ko'rinadi. Shu manzilga shunaqa ma'lumot, masalan, men bitta ma'lumot o'g'irladim qaysi bir saytdan, qaysi nimadan, to'g'rimi? Uni sizga arzon garovga sotyapman-da, o'sha u ma'lumot orqasidan odam tushgan. Sotyapman-da, men sekin o'sha yo'nalishni sizga berib yuboraman. O'sha maxsus shu izlaydigan odamlarga, shu xodimlarga mana shu qilgan shu bor kompyuterda pastava bo'ladi. Kompyuterda o'sha ma'lumotlar turibdi, tekshirilganda sekin pulni ham olaman-da, ma'lumotni ham berib, sekin manzilingizni ham bildirib qo'yishim mumkin. Endi u aytganimdek, o'sha internet urushi bo'ladi yo'qda, shunaqa. Hozirgi kecha kunduzda o'zimizni O'zbekistonda bu narsa bo'yicha qanaqa cheklov bor? Jinoyatga tortib ketadimi yoki tortmaydi? Masalan, tushunmagan, bilmagan odam o'sha torchni yuklab olib yoki VPNsiz o'sha darknetga kiradigan bo'lsa, qanaqadir jinoiy javobgarlik bormi bu narsa uchun yoki bunaqa narsada endi aytib o'tganingizdek tushunmasligi, bilmasligi mumkin deyapsiz-ku. Qonunda shunaqa narsa bor, shu qonunda bilmaslik bu javobgarlikdan ozod qilmaydi. Endi unga kirib o'sha yoqda ishlayman, o'shanaqa ma'lumot qilaman, kiraman degan odam ma'lum bir bilimga ega, juda aqlli odam hisoblanadi-da. Endi o'z-o'zidan ko'chadan bir kishini olib kelib u yoqqa kirgizishga harakat qilmaydi, ko'chadan keladigan odam. Kiryaptimi demak, qanaqadir o'ziga bilimga huquqiy ma'lumoti yoki boshqa bilimga ega odam o'sht qilishga, amalga oshirishga harakat qiladi. Tushunarli. Xo'p, bu narsa uchun rahmat. Yana bitta savol vzlom to'g'risida, ya'ni buzib kirish. Hozirda ko'p akkauntlarga, masalan, oddiygina Google akkauntni misol qilib qaraydigan bo'lsak, o'sha akkauntlarga buzib kirish kim tomonidan amalga oshiriladi yoki qanday amalga oshiriladi? Bu narsada xavfsizlik qanaqa darajada-yu, xavfsizlikni amalga oshirish uchun oddiy masalan talaba bo'ladimi yoki bo'lmasa tashkilot xodimi bo'ladimi, oddiy ishchi bo'ladimi, kim bo'lishidan qat'iy nazar shu mobil qurilmasi bor inson, ya'ni fuqaro qanaqa himoya qilish kerak? Vzlom bo'lmasligi uchun akkauntlari yoki bo'lmasa o'zining shaxsiy ma'lumotlari shu ijtimoiy tarmoqqa yoki bo'lmasa o'sha noqonuniy hakerlarga tushib qolmasligi uchun. Tushundim savolingizga. Demak, bu ham hozir endi global muammodan bittasi, bilamiz, parollar siyosati degan narsa bor. Bu siyosat qanaqa amalga oshiriladi? Demak, biz har bitta shu biron bir tarmoqqa, Google'ga yoki boshqa bir saytlarga kirsak, o'sha
login va parol bo'ladi, to'g'rimi? Login parol. Login parol bo'ladi. Parollar siyosatida shunaqa narsa borki, o'sha login parolni o'zini muddati bo'ladi. Masalan, davlat tashkilotlarida o'sha VPN bilan shu kiradigan o'zi xodimlarga login parol beriladi-da, har 3 oyda yoki har oyda yoki vaziyatga qarab. Qanaqadir tarmoqqa kiberhujum bo'lsa, sirasi almashtiriladi. Chunki login parol o'sha o'g'irlangan hisoblanadi. Mana masalan, o'zi aslida kamida 1 oyda yoki 3 oyda bir, yo har chorakda bir ixtiyoriy bitta login parolni almashtirib turgan. Login almashtirsa ham parolni almashtirib turish kerak. Bu narsa hammaga tegishli. Bu narsa hammaga shu login parol bilan kim shug'ullangan, ishlaydigan bo'lsa, bo'ladimi, tashkilot farqi yo'q, kim bo'lishidan qat'iy nazar imkon darajasida shu o'zgartirib turish kerak. Masalan, shunday, men hakerman, masalan, biron bir tizimga buzib kirdimda, o'sha tizimdagi nechtadir fuqaroning ma'lumotini o'g'irladimda va login parolni ham o'g'irlanadi albatta. Login parolni o'g'irladimda, o'sha fuqaro tomonidan kirib ko'rmoqchiman, to'g'rimi? Agar u olgan ma'lumotim endi vaqt o'tgandan keyin eskirak-ku. O'zgartirib qo'ydim, o'sha kira olmaydi u. Kira olmaydi. Xavfsizlik chorasi asosiy shu. O'zinikida o'zgardimi, boshqalarnikida boshqalar kira olmaydi. O'zgargan. Shuna qilish kerak. Keyin men aytganingizdek, endi Google akkaunt endi buzib kirish holati kam bo'ladi-ku, lekin mana bu Telegramda asosan endi O'zbekistonda ijtimoiy tarmoq eng ko'p rivojlangan va o'ta Telegram. Ko'p odam foydalanadi. Hozir ko'payib ketdi. Telegramdan kelayotgan bu sening rasmingmi yoki bo'lmasa majburiy ijrodan qarzdorlik degan. Endi u boshqa narsa. Hozir men vizlom haqida aytib beraman, siz to'liq qilib. Apki bilan vizlom qilish juda qiyin bo'ladi, lekin hozir qilinmaydi asosan. Endi hozir trendga chiqqan, hozir kundagi eng ko'p nima o'zimizda bo'ladigan holatlardan. Endi kuniga biz arizachi bilan gaplashamiz, real holatdan aytaman. Vizlom holati ko'pincha Telegramda hozir tashkil etilishini aytib beraman. Demak, yaqinda o'zimda ham bo'ldi. Screenshot rasmlarini olib nima qilib qo'ydim. Demak, bitta tanishim, meni o'zim kontaktimda bor tanishimdan bitta guruh ochilyapti. Tanishim tomonidan guruh ochilyapti-da. Demak, bitta e'lon ketyapti. Guruhga o'sha kontaktda o'sha tanishimda kontaktda nechta odam bo'lsa guruhga qo'shilgan. Guruh ochilganda qo'shilgan. Hammasi qo'shilgan. Hammasi qo'shilgan. Demak, ikkita rasm bor tepada. Birinchisi tanishimning rasmi, ikkinchisi begona odam rasmi. Demak, o'sha tanishim pastga yozyapti. Qisqasi bitta tanlov bo'lyapti ekan. Tanlov bo'lyapti ekan. O'sha tanlovda bu tanishim qatnashyapti. Tanishim aytayapti, gruppaga shu kontaktlarimda kim nechta odam bo'lsa, menga ovoz beringlar deyapti. Pastga bitta silkacha qo'yib qo'yapti. Ana shu silka orqali kirib ovoz beringlar, men shu tanlovni yutsam, katta mukofot olaman, Dubayga sayohat, shunaqa bir nerealniy nimalar sovg'alar menga beriladi. U tanishingizni o'zini xabar bormi? Shunaqa narsa. Xabar bor, Telegram vizlom bo'lganda uni chunki. O'zini xabari yo'q. O'zini xabari yo'q. O'zini xabari yo'q. Keyin telefonga gaplashdim, aytdim, mana shu bir narsa kirib ovoz bo'lyapsan orqali deb. Aytdim, ogohlantirildi. Endi Telegramda shunaqa narsa bor, o'sha holat bo'lgandan keyin vizlom bo'lgandan keyin bir hafta davomida kira olmaysiz Telegramingizga. O'zingiz shaxsan o'zingiz Telegram vizlom bo'lgandan keyin chiqarib o'rgangandan keyin umuman kirib bo'lmaydi adashmasam. Bir haftadan keyin kirsa bo'ladi. Demak bir hafta cheklov bor, Telegram tomonidan o'zi qo'yilgan. Endi aytayapman, qarang, tashkil etishni aytib, o'sha oxirida silka bor-ku, ovoz beradigan silkasi. O'sha ovoz beradigan silkani bossangiz, o'sha siz Telegramingizga qo'shimcha qurilma ulanadi. Shu Telegram nastroykada bilasiz, ustroyство degan joyi bor. Ulangan qurilmalar bor. Ana shu ro'yxatni kam odam tekshirib ko'radi kuniga. O'sha yerga ulanib oladi, ma'lum vaqt o'tgandan keyin yoki o'sha vaqtni o'zida sizni Telegramdan sizni chiqarib oladi. Faqat o'zini qurilmasi qoladi, qolgan hammani chiqarib tashlaydi-da, plus ablishniy parol deymiz yoki ikki boshli parol deymiz. O'sha parolni yoqib qo'yadi. U firibgar o'sha parolni yoqqandan keyin o'zi bilgandan keyin siz yana qayta kirmoqchi bo'lsangiz, o'sha ablishni parol bilmaysiz-ku, to'g'rimi? Firibgar o'rnatgan uni. O'sha firibgar o'sha Telegramni egallaydi. Telegram nima uchun kerak? Endi firibgarga birinchi navbatda sizning ma'lumotingiz kerak. Ikkinchi navbatda asosiysi bu sizning mablag'ingiz kerak. Yoki sizda orqali kimdandir mablag' so'raydi. O'sha botga ulangan klik yoki u orqali ham yechib olsa bo'ladi, sal qiyin masala, lekin mana aytganim qarang bunday bo'ladi-da, holat to'liq oxirigacha yoritaylik. Ovoz berdik, sizni chiqarib yubordi, siz kira olmayapsiz. Telegramingiz endi bir qo'lida. Demak, u firibgar juda aqlli odam bo'ladi. Telegramda sizda o'sha profillaringiz bor, guruhlaringiz bor, to'g'rimi? Kanal, boshqa narsalar bor. Sizni birinchi o'rganadi. Kimligingizni bilmaydi-ku. Rahbarmisiz, oddiy xodimmisiz, ishchimisiz, qayerda talabamisiz? Fonni Telegramimizni o'rgangandan keyin haqingizda ma'lumot oladi, to'g'rimi? Masalan, sinfdoshlar guruhi bor, qarindoshlar bor, ishxonaniki bor, to'g'rimi? Guruhlar bor. Shu guruhlarga kiradi, siz kimligingizni birinchi o'rganadi. Keyin siz orqali sizni shu darajangizni biladi-da. Masalan, o'zimizda yaqinda shunday holat bo'ldi, bitta bir boshqarmani o'rinbosari shunaqa Telegram vizlom bo'ldi, bizga ariza qilib keldi. Boshqarmasida 200 dan ortiq xodimlar bor ekan. O'sha boshqarma boshlig'ining o'sha o'rinbosari tomonidan xodimlardan pul so'ralyapti. Lichkasiga yozilyapti. Palonchi pistonchaman, mana shu yoqdaman, qisqasi bitta plastik raqam tashlayapti-da. Og'ir holatdaman yoki operatsiya bo'lishim kerak yoki avariya bo'ldim yoki onamning mazasi yo'q deb
bahona qilib yozyapti. Endi bahonalar har xil turli xil bo'lyapti-da, pul so'ralyapti. Plastik raqam tashlang, mana shunga tez pul tashab bering, 2 million, 3 million yoki 4 million, 500 ming yo boshqa mablag' tashab, va ertaga ishxonaga masalan, ishxona gruppasiga yozyapti-da, ishxona gruppasida kontaktlarga yozyapti-da, ertaga ishga borganda men sizga naqd beraman. Bu odamning o'zining xabari yo'q. Xabari yo'q. Bo'layotgan holatdan Bo'layotgan xabari yo'q. Boshliq tomonidan masalan sizda masalan boshlig'ingiz Telegramdan yozsa, ilgari yozgansiz, to'g'rimi? Eski yozmalar turadi. O'shandan keyin yana yozyapti. Demak, boshliqligi aniq. Yozsa-da, srochniy qilmaydi bu narsadan, ha. Shunaqa shubhalanch holatlar kam bo'ladi. Kam bo'ladi. Srochniy mana shu pul masalan plastikka yoki bitta plastik tashlaydi, u plastik lekin boshqa odamning nomida, boshqa odamning familiyasi chiqadi-da. O'sha boshliq aytgandan keyin ularni tekshirib o'tirilmaydi. Endi kimniki ekanligida so'rab o'tirmaysiz-ku. Masalan 10 million so'raydigan bo'lsa, endi sizning mablag'ingiz kamroq, masalan 2 million pulingiz bor. Boshliq 2 million pulim bor edi, mana tashab qo'ydim, mana cheki deb nima qilasiz endi? Boshliqning xabari yo'q. Boshliqning o'zi xabari yo'q. U odam plastik boshqa odamniki. Shunaqa holatda ko'payib ketdi. Mana o'qituvchilar nomidan boshqa o'qituvchilarga yozilgan holatlar ko'payib ketyapti. Endi o'qituvchilar pastiyani oylik mablag' puli o'ziga yarasha bo'ladi. Dada bu narsa lekin juda ham ko'paygan hozir ketyapti-da. Aka-ukasidan so'rayapti, ota-onasidan so'ragan holatda hamkasblardan so'rayapti. Bilmagan odam lekin pul tashab beradi-da. Tushungan odam lekin telefon qilib so'rashi mumkin. Shu Telegram o'g'irlash holatlari juda ko'payib ketdi. Aytgandim, buni oldini olishda oddiy usuli bor, o'zi Telegram bekorga chiqarmagan o'sha. Ikki bosqichli parol deymiz yoki o'sha ablishniy parol deyiladi endi xalq tilida. O'shani yoqib qo'yish kerak. O'shani yoqdingizmi, juda zo'r imkoniyat. O'sha firibgar sizni o'sha vizlon bo'lgan taqdirda ham kirishga harakat qiladi-ku odam. Kirgan holatingizda sirasi kod so'raydi. Kodsiz bilasiz, firibgar bilmaydi. Kod terilmaydimi, siz yana qayta kirishingiz mumkin. Sizni chiqarib yuborgan taqdirda ham qayta o'sha kod keladi, kod terib o'zingiz kod orqali o'zingiz bilganingiz uchun qayta kirishingiz mumkin. Ablishni parol so'raydi, ablishni parolga kirgizasiz, kirib ketaverasiz. Oddiygina narsa, bekorga o'sha xavfsizlik tizimi o'sha joyiga qo'yilgan, o'sha joyga nima qilinsa yaxshi bo'ladi. Oddiy nimada ham bor u nima desam ekan. Instagramimizda ham bor ikki boshliq parol. Mana Google account deb aytib o'tdingiz, mana yaqinda endi kim eshitdi, kim eshitmadi. O'sha Darknetga Google account login parollari sotuvga chiqdi. Nechidir millionta. Adashmasa 17 million 200 ming shunaqa foydalanuvchining ma'lumotlari sotuvga chiqdi Google accountga. Google account ham juda kerakli narsa, o'zingiz bilasiz, ko'p narsa shunda bor, shunga jamlangan. Shunaqa telefondagi barcha ma'lumotlar Google accountga bulutli texnologiya tizimga 5 giga yoki bulutli ko'proq giga joy berasiz, vaqtincha unga ma'lumotlar rasmdan joylab qo'ysangiz bo'ladi. Aytgan o'sha login parolni almashtirib tursangiz, o'sha sotuvga chiqqan taqdirda ham o'sha ma'lumot sirazi eshitganda men parolimni almashtirib qo'ydim. Imkon darajasida ko'proq almashtirib turish kerak bor. Shunday, endi odam bizda endi kiber immunitet deymiz, immunitet hosil bo'lish kerak. Masalan, o'sha pandemiya paytida hammaga nima qilindi-ku, o'sha virusga qarshi ukol qilindi, to'g'rimi? Immunitet hosil bo'lish uchun qilinadi o'zi aslida. Biz ham shu kiber immunitetimizni yuksaltirsak, oshirib borsak, mana shunaqa holat bo'lsa, sirazi o'zi reaksiya qilamiz-da. Men o'shani o'qidim, sirazi reaksiya qilib, hamma parollarni o'zgartirib chiqdim. Qaydan bilaman, balki meni ham parollarni sotuvga chiqqan bo'lishi mumkin. Ular kirib bir tekshirib ko'radi-da, qanaqa shu fuqarodan ma'lumot olamiz, qanaqa mablag'ini olamiz deb asoslari bor yoki shantaj qilish yoki boshqa domogasiya bo'lishi mumkin. Xo'p, o'sha saytlarga kirgan vaqtimizda masalan, bironta saytga kirdik, Google akkauntimizni uladik. O'sha yerda biz ishladik, esimizdan chiqib ketdi, u akkauntdan chiqib ketish. O'sha holatlarda ham qanaqadir vizlom qilish yo'llari bo'lishi mumkinmi? O'sha saytlar orqali. Vizlom qilish yo'li endi saytda o'sha aytgandek hakerlik hujumi orqali buzib kirib, ma'lumot olib keyin yana qilishi mumkin. Endi bunaqa narsada kiber xavfsizlik masalasi endi asosan kuchaytirish masalasi birinchi navbatda mablag'ga bog'liq, ikkinchi navbatda mutaxassislarga bog'liq. O'zimizda endi hozircha yo'q, boshqa mamlakatlarda, chet ellarda alohida vazirlik tashkil qilingan kiber xavfsizlik markazi. Bizning markaz bo'lsa chet ellarda vazirlik. Endi biz xodimlarimiz endi chet elga o'qishga borib kelganda endi ular bizdan ancha oldinda ular. Aynan shu kiber xavfsizlikka sohasi bo'yicha mutaxassis tayyorlovchi, o'sha soha bo'yicha o'sha tashkilot yoki organ yoki o'sha davlatni himoya qilish bo'yicha xodimlar tayyorlovchi vazirlik. Institut demoqchisizda. Xodim ham tayyorlaydi, o'sha dastur nimalar ham ishlab chiqib, o'zini shu serverlari boshqa narsa shu qonli kiber xavfsizlikni ta'minlab beradi. Birinchi navbatda endi o'zimizda ham biz ulardan andoza olamiz. Bizda mana boshda mana bitta savolingiz mana ochiq qoldi, o'sha internetga o'sha 15 million o'sha Darknetga 15 million O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining ma'lumotlari sizib chiqdi degan narsa mana ochiq qoldi. Shu narsa oxiriga shu narsa ochiq qoldi. Ko'p tarqalib ketdi. Shunday hozir xalq sal endi vahimaga tushdi ham desa bo'ladi. Endi ma'lumot bu yoqda endi ikki xil taxminda, endi taxminda bu ham bir aniq bir rasmiy axborot emas. Eshitishim bo'yicha kredit ham olingan ekan ba'zi bir fuqarolar nomiga.
Ya endi o'shandan keyin tasdiqlangandan keyin o'shanga aloqadormi, o'shanga aloqador emasmi? Shuni bilish kerak birinchi navbatda. Boshqa yo'nalish bo'yicha olingan bo'lishi mumkin. Endi u yoqda hozir ikki xil taxmin qilish mumkin. Endi o'zim fikrim bu ham rasmiy axborot emas baribir. Birinchi navbatda endi toshna sifralar bilan nimalar bilan aytaman ha. IS 256 degan umumiy shu endi standart deydi, kiberxavfsizlik standart bu. IS 256 degan kiberxavfsizlik standart bu. O'zbekiston Respublikasida hamma shu davlat tashkilotlaridagi serverlar deymiz, ma'lumot saqlanadigan serverlar o'sha IS 256 asosida himoyalangan o'sha. Umumiy jahon qabul qilgan standart asosida himoyalangan. O'zbekiston buning ichida bor. Bor. Himoyalangan. U nima uchun qilingan? Demak, qanaqa tashkil topgan, uni ham aytaman. Demak, serverlar bor. Server nimaligini juda yaxshi bilamiz. Tarmoq bor, ichki tarmoq, tashqi tarmoq degan narsa bor. Tashqi tarmoqni buzib kirsa bo'ladi. Nisbatan osonroq. Bizda endi kiberxavfsizlikda shunaqa narsa bor, buzib kirilmaydigan tarmoq yo'q. Endi shunaqa tushuncha bor-da endi. Shunaqa tushuncha bor. Buzilmaydigan, shu kirib bo'lmaydigan tarmoq o'zi yo'q. Bu ichki tarmoq aytganim o'sha server asosan endi harbiylar ishlatadi, ichki tarmoq maxfiy. Harbiylar shu huquqni muhofaza qiluvchi yoki davlat tashkilotlari ishlatadi. Masalan, Markaziy bank boshqa shunday. Server nimaligini yaxshi bilamiz, ma'lumotlar saqlanadi. O'sha ma'lum bir o'ziga yarasha standartlar bilan, ma'lum bir joyi bilan o'ziga yarasha himoyalangan, hamma tomonlama himoyalangan serverlar. Lekin serverga kirishda chiqishda o'zi himoyalangan joylar bo'la, masalan, barmoq izi, yuzi, boshqa 2 bosqichda 3-4 bosqichlar ham qo'yilishi mumkin. Kirish chiqishda himoya vazifasida faqat barmoq izi yoki kod bilan emas, qo'shimcha narsalar, masalan, ko'zni qo'yish mumkin. Ovoz masalan, yuz tanish bo'yicha. Yuz tanish bo'lishi mumkin, masalan, o'sha kirish jarayonida odamning yurishi ham o'sha parol sifatida qo'yilishi mumkin. Yurish o'zgarmaydi. Odamning yurish nimalari bor, boshqa narsasi bor. Aytganimdek, o'sha kirishda o'zi ham muammo. Ma'lum bir o'sha odamlarga vakolat beriladi. Bir kishi, ikki kishini ko'p odamlarga vakolat berilmaydi. Vakolat berilgan odamlar ham shu 24 soat davomida shu himoya qilinib, tekshirilib, nima himoyalanadi-da, tekshirib boriladi. Shu odamlar o'zi ham nazoratda bo'ladi. O'zgarish bormi yo'qmi? O'zgarish bormi yo'qmi? O'sha server juda nima aytganim, shu himoyalangan, hamma ham kirib chiqavermaydi. O'shaga yarasha xavfsizlik tizimi yetarli darajada. Endi mabodo aytganim, ikkita versiyada aytdim-ku, ikkita versiyada aytdim. Birinchi versiyasi endi mabodo kimdir kirib, masalan, endi kimdir yo gaplashgan, kelishgan bo'lishi mumkin yoki ma'lumot sotib olish uchun qanaqadir nima qilib fleshka bor, masalan, siz o'sha xodimsiz, kirdingizda o'sha serverga fleshkani tiqib ma'lumotni ko'chirib oldingizda chiqdingiz, to'g'rimi? Da. Sotishga masalan. Shunaqa narsa bu, shifrlash degan narsa bu, ma'lumot shifrlanadi. Masalan, siz oddiy fleshkani kompyuterga tiqasiz, to'g'rimi? Kompyuterda ma'lumotlar bor. Formati endi JPG, Windows, nima bo'lishi mumkin, Word bo'lishi mumkin yoki PDF format yoki boshqa format. Fleshka olasiz, boshqa kompyuterga olib borib ochilasiz, to'g'rimi? Bu yoqda serverda ma'lumotlar shifrlangan holatda saqlanadi. Обычный holatda saqlanmaydi. Osonlikcha ochib ham bo'lmaydi. Ochgan taqdiringda ham shu narsani tushunish yoki bo'lmasa shifrlangan nimada saqlanadi holatda. Fleshka olgan taqdiringizda ham ocholmaysiz uni. Uni ochish uchun shifr kaliti bo'ladi. Shifr kaliti faqatgina bitta odamda maxfiy joyda fleshkada saqlanadi. Uni olishda imkoniyat bo'lgan taqdirda ham agar o'sha kalit qayerdadir ishga tushadigan bo'lsa, sirazu yoqda o'sha o'zi alohida xona bo'ladi, kiberxavfsizlik xonasi bo'ladi. U yoqda xodimlar ponni serverda kirib chiqishini, kim kiryapti, kim chiqyapti, kim foydalanyapti kalitdan hammasi nazoratda turadi. Ba'zi bir kinolar ham xuddi shu reallik asosida bekorga qilinmagan kinolar, xuddi shulardan andoza olib qilingan. Demak, bu narsa bor. U narsa bor, o'zimizda 100% bor. Kalit kimdir ishlashga harakat qilgan taqdirda, masalan, kalit ishlatadigan IP adres bo'ladi. Masalan, IP adres bilamiz, shu internetdagi joyini emas aniqlab beradi. Kalit boshqa IP adresdan ishlatilgan taqdirda ham shu sirazu o'zi bloklanadi. Joyi aniqlanadi-da, bloklanishga harakat qilinadi. Joyi sirazu aniq kalitda, masalan, bitta xonadan, bitta kompyuterdan, bitta qurilmadan ishlatishga ruxsat bor, masalan, kalitda. Doimiy. Boshqa joydan o'zi tiqdimi, ishga tushmaydi o'sha. Shunaqa narsa qo'shimchalar qo'yiladi endi xavfsizlik darajasiga. Aytganimdek, o'sha ma'lumot o'g'irlab chiqqan taqdirda ham kalitni bilmaydi, o'sha shifrlashni ocha olmaydi. Mana oddiy super kompyuterlar juda yaxshi bilamiz, juda katta super kompyuterlar bor, hamma davlatda o'ziga yarasha kuchli tizimda ishlaydi. O'sha kompyuterga o'sha shifrlangan ma'lumot olib borib qo'yib, ochishga harakat qilgan taqdirda ham yuzlab yil ketadi. O'sha kompyuter o'sha shifrni o'sha tanlash orqali, masalan, tanlash, kodni terish uchun tanlash orqali endi super kompyuter bir daqiqasiga balki millionta, balki 2000 millionta kod terar. O'shanda bir sekundiga. O'sha taqdirda ham 100 yillar davomida ketadi bitta kalit topish uchun. Bitta kalit. Super kompyuter harakat qilgan taqdirda kodini ochish uchun.
super kompyuterga olib qo'ygan taqdirda ham nimasi aytgani shu birinchi ehtimol juda kamda. Unda tushunarli. Buzib kirish ham juda qiyin masala. Endi ikkinchi masala bor, ikkinchi variantini aytib o'tay, birdan tugataylik savolni. Ikkinchisi bu soxta fake xabar bo'lishi mumkin. Men aytib o'tganimdek, u qanchadir bir internetga kirib bir 100-200 kishi O'zbekiston fuqarosining ma'lumotini topgan, qanaqadir yo'l bilan ma'lumot topiladi. Hozirgi 15 million ichida ko'psidagi rasm, 3 rasmi, boshqa ism familiyasi, tug'ilgan yili shunaqa ma'lumotlar turib, shuni fake sifatida qo'yib, masalan, unda 100 ta bo'lsa, menda yo'q 15 millionta odamniki bor, qana pul ishlash maqsadida ma'lumot qo'ygan bo'lishi katta ehtimol o'shada, fake ma'lumotda katta ehtimol bilan o'sha. U narsa ham haqiqatdan yiroq bo'lishi ham mumkin. Pul ishlash maqsadida qilingan narsa. Pul yechib olishlarichi plastikdan. Masalan, shunaqa holatlar kuzatiladi. Plastikdagi pul yo'q. Hech kim telefon qilmagan, shunaqa har narsalarni eshitganmiz. Hech kim telefon qilgani yo'q, hech kimga hech narsani aytganim yo'q, lekin plastikdan pul yechib olingan, topolmayapman. Yoki bo'lmasa, shunaqangi holatlar ham bo'ladi. Bu narsa ko'p kuzatiladi. Kimdir telefon qiladi, to'shto men shu bankdanman yoki qanaqadir narsa, plastik kartangiz qanaqadir, kodni aytding yoki bo'lmasa o'sha internetda nima deydi, Telegramdan keladigan o'sha ulanib qolish, siz qurilmangiz orqali, o'sha Telegramimiz orqali o'sha botlarimiz bor baribir, o'sha click bot deydi u narsani, plastik kartalarimiz turadi. O'shalar orqali pul yechib olish. Xo'p, o'shalarga qarshi kurashish uchun yoki bo'lmasa himoyalanish uchun qanaqangi bir O'zbekiston ichida qanaqangi dastur ishlab chiqilganmi yoki bo'lmasa o'shalarni izini topish yoki bo'lmasa pulni qaytarish bo'yicha qanaqadir tashkilot yoki ishlar bormi shu narsa bo'yicha? Yo'q, shuni men mana boshida aytib o'tdim, mana O'zbekistonda shu kiberjinoyatchilikda 62 ta turi bor, aniq aytib o'tdim, 62 ta turi aniqlangan. Endi hozir asosiy aytgan nimalaringiz, yo'nalishlaringiz asosiy bosh yo'nalishlar hisoblanadi. Endi bizda muammolisi endi ko'p uchraydigani o'sha. Endi qolgan 62 tur ketaveradi. Endi bizda viloyatda asosan endi 5 ta turini men ko'p joylarga shu yig'ilishga, tadqiqotga borsak aytib o'taman, 5 ta turi bizda ko'p uchraydi. Birinchisi viruslar olov yo'nalishi deymiz. Endi o'sha viruslar olov yo'nalishimiz tushadigan shu arizalarni где-то bir 70-80% tashkil qilinadi. Masalan, 100 ta jabrlanuvchi bo'lsa, bir 80% o'sha viruslar olovi APKdan zarar ko'radi. Endi APKni bir yaxshi tushunib olishimiz kerak, o'zi nima o'zi qanday bo'ladi. Demak, APK bu bilamiz, mana oddiy Android telefon ishlatamiz, to'g'ri? Men o'zim Android telefon ishlataman. Masalan, endi Samsung, Redmi boshqa endi iPhone boshqa iOS tizimida ishlaydi, juda yaxshi bilamiz. Asosan APK bu Androidda shu ishlaydigan programmasini qisqartmasi juda yaxshi bilamiz endi. Xuddi shunaqa qisqartma telefon masalan to'la ichi APK hisoblanadi. APK ha. Kompyuterni egzekutadigan bo'lsa, telefon shunaqa APK. Demak, u aytadigan shu pul ichib oladigan shu kod aytmadim, boshqa narsa qildim degan holati endi viruslar olov yo'nalishida qisqasi asosan Telegramdan keladi o'zi. Telegramdan. Ha, ko'pchiligi Telegramdan tarqaladi. Asosiysi, sababi O'zbekistonda qarayib shu 20 milliondan oshiq bo'lsa kerak foydalanuvchi Telegram, balki undan ham ko'pdir. Telegramdan foydalanayotganlar juda ko'p O'zbekistonda. Demak, oxiri sizga kimdandir keldimi, oxiri qisqartmasi APK. Sarlavha deymiz, sarlavhasi ko'pincha yo xavotirli bo'ladi, yo qiziqarli bo'ladi. Qiziqarli bo'ladi. Ya, yoki xavotirli desa, masalan, suvda ishi APK deb keladi ko'plarga, masalan, o'sha jarima APK bo'lishi mumkin yoki boshqa xavotirli. Eng qizig'i, jarima APKning pastida sertifikati ham turgan bo'ladi. Shuni ham hammasidan shuni ham. Boshliq pechat imzolari bilan. Xuddi shunaqa edi. Firibgarda u. Da, yasaydi hammasini yasaydi. U real mutaxassis u. Shu firibgarlar O'zbekistonning ichidami yoki chetdan turib qilinadi bu narsalar? Bo'ldi, unga ham nima qiladi? Birinchi savolga to'liq javob beraylik. Demak, o'sha APKni aytib o'tdim, sarlavhasini nimasini aytib o'tdim. Keldimi ko'pincha fuqarolarimiz e'tibor qilmaydi APKga. Sababi shunisi bilan yomonda, oxiri tushunmaslikka tushunmaslikka, kiber gigiyena aytdim, kiber madaniyat deb aytib o'tdim. Shuni rivojlantirishimiz kerak. Bizga axborotlashtirish rivojlanib ketyapti. Aholining kiber gigiyenasi, kiber madaniyati o'sha darajada rivojlanmayapti. Xavfsizlik bo'yicha rivojlanmayapti. Yosh kattalarimiz bor, boshqalarimiz bor, masalan, bular yosh kattalarda ko'p ishlaydi. Yosh katta zavod ichida ishlayganlar, balki hozir ham bordir, yaqingacha oddiy kompyuterni o'chirib yoqishdi, masalan, Wordni ochib yozishdi, masalan, pechatga berishdi, ko'plar bilmaydi yoki shuningga yetarlicha oddiy bir elementar bilimga ega emasda. Yoki bo'lmasa tushunmaslik, masalan, oddiy masalan bankomatlarga pul ichgan borsak ham, yosh katta fuqarolar masalan, o'g'lim yoki qizim oddiy ichib ber. Oddiy narsa, ikkita uch narsani bosasiz pul chiqadi. Shunaqa narsa bilim yetarli emas hozir o'zimizda. Shundan ko'p foydalanyapti. Endi APK telefonga kelgandan keyin u to'liq ishga tushishi uchun uni APKni 3 marta ruxsat berish kerak, 3 marta zapros telefonni 3 marta bosish kerak. Shundagina ishga tushadi.
Yomon tomoni telefonga o'rnashgandan keyin, masalan, bitta biz yangi dastur olamiz, Play Marketdan yoki boshqa joydan, to'g'rimi? Dasturni o'rnatdik, o'rnatganimizdan keyin menyuni oxiriga o'sha dasturni zinachogi bilan ko'rinadi, to'g'rimi? Shunday. Ko'rinadi, lekin APK unaqa emas. O'sha aytganimdek o'sha Telegramda kelayotgan APK ko'rinmaydi. U ko'rinmaydi. Telefon ichiga joylashib bo'lgan bo'ladi, lekin u ko'rinmaydi. Shunisi bilan xavfli. Fuqarolar 3 marta shu birinchisi boshqanda uстановка so'raydi, ikkinchisi разрешение yoki ruxsat deymiz. Telefonimiz himoyalangan, albatta himoya o'sha dastur telefonga kirish uchun ruxsat so'raydi bizdan. Telefonni kontaktlarga shunaqa narsa so'raydi. Birinchisi SMS ga ruxsat so'raydi, ikkinchisi o'sha kontaktlarga yoki telefonda o'zi nimasiga, vizitlarga o'sha kirishga ruxsat so'raydi. 3 marta bosganimizdan keyin bu dastur ishga tushadi, lekin bizga bir yangi dastur ochilgandan keyin oyna ochilmaydi, yangi ekran ochilmaydi. Ochilmaydi. Ochilmaydi, shu holatda turaveradi. Biz o'ylaymizki, bu dastur meni telefonimga tushmadi yoki ishlamadi degan xayol bo'ladi. Uстановка bo'lgani yo'q. Uстановка bo'lmadi, shu bilan bu narsa esdan chiqadi, lekin u telefonga o'zi o'rnashib bo'lgan bo'ladi. Telefonga o'zi o'rnashib bo'lgan bo'ladi. O'sha ish faoliyatini boshlagan o'zi bo'ladi. Boshlagan. U faqat shu internet yoniq holatda ish faoliyatini boshlaydi, chunki uni ishlab chiqqanlar через internetdan siz telefoningizni boshqarib turgan bo'ladi. Internet o'chiq holatda ishlalmaydi. Demak, APK ni aytyapmiz, o'z-o'zidan pul ichiladi, shunga ham sanadan oydinlik kiritamiz. Demak, o'sha APK ni o'rnatildi, telefonda turibdi, to'g'rimi? Pul ichilish holati uchun nima kerak bizga? Bilasiz, biz pulni biron bir plastikka ko'chirsak yoki qanaqadir to'lov qilsak, paymentlikdan bizga antifrod tizimidan kod keladi, tasdiqlovchi kod. Ha. Bu kiber xavfsizlikning ham bir nimasi, talabi, kod kelishi. Agar eslasangiz, bundan o'sha endi plastik chiqib kelgan payti plastikda kod bo'lmasdi, pul ichsangiz sразу yechilardi. Pin kod degan narsa boshida yo'q edi-da. Agar kim eslasa shunaqa edi boshida. Boshida chiqqan paytlarda. Xohlagan plastik nima qilib, ko'p plastikdan kod 4 ta 1 bo'lardi masalan. 4 ta 1 yoki 4 ta 7. Shunaqa bo'lardi, sodda. Kiber xavfsizlik talabi endi o'sha antifrod tizimidan kod keladi-ku. Mana aytib o'tdim, SMS ga ruxsat oladi, to'g'rimi? O'sha APK fayl. SMSlarni o'qish uchun ruxsat oladi. Antifroddan keldimi SMS, u firibgarning qo'liga boradi. Firibgarning qurilmasiga o'sha SMS keladi. U ko'radi. Ko'radi, o'sha kod orqali pulni ichadi. Keyin pul ichilganligi haqida SMS ham keladi-ku. U SMS endi sizga emas, to'g'ridan-to'g'ri firibgarga boradi. Masalan, birinchi masalan, plastikingizda mablag' ko'proq, masalan 100 million mablag' bor, to'g'rimi? Firibgar birdaniga ko'p mablag' ichmaydi. Mayda-mayda, kam-kam qilib ichadi. Shunaqa holat ko'p. Shunaqa holat ko'p bo'ladi. Hech qachon 100 million birdaniga ichgan holat kam bo'ladi. Mayda-mayda ichadi-da. Masalan, bitta SMS keldi-ku, to'g'rimi? Pul ichildi, sразу kirasiz. Shotingizdan siz bo'lmagan holatda pul ichilgan. Nima qilasiz? O'sha xomma pul ichilmasin, kirib kodlab qo'yasiz. Shuning uchun o'sha pul ichilganligi kelgan SMS ham o'zi sizga kelmaydi. Kelgan bo'lsa ham o'chirib yuboradi o'sha. Sizni SMS. Biz u narsani bilmaymiz, u narsaga qaramaymiz, o'shunaqa tushuncha yetishmasligi sababli. Tushuncha yetishmasligi sababli xuddi shunaqa. Shu uchun shu yo'nalishda bizda murojaat juda ko'payib ketadi. Asosan aytdim, 70-80% murojaat xuddi shundan bo'ladi. Keyin yana aytib o'tdingiz, bu davlat o'sha APK fayl uchun qanaqa bir nima o'ylab topdi, xavfsizlik tizimlari nima bor hozircha dedingiz-ku. Endi bu yoqda biz shunaqa narsada ko'p joyga yig'ilishlarga, nimalarga, targ'ibotlarga borganimizda fuqaro tomonidan e'tiroz bo'ladi, to'g'ri e'tiroz, savol bo'ladi. Shuni oldini olish uchun nima qilyapsizlar? Sizlar o'sha nima qilyapsizlar? Davlat nima ish qilyapti? Nima tashkillashtirilyapti degan savol bo'ladi. Endi bitta narsani aytib o'taman, aytdim, mana xodimlarimiz chet elga shu tajriba o'rganamiz-ku. Malaka oshirishga chet elga borganda, shaxsan hali o'zim borganim yo'q endi, boshqa xodimlarimiz borib kelgan. Biz boryapmiz-da, shu chet elga xodimlarimiz bilan gaplashganda, bizda bo'layotgan jinoyatlarni ularga borib ko'rsatamiz-da. Masalan, bizda shunaqa holat bo'lyapti, sizlarda qanaqa degan holat oldini olish kerak. Oldini olish kerak, qanaqa topish mumkin. Shunaqa savol javob qilib biz ko'rsatsak, o'zimiz shu APK fayli va boshqa yo'nalishlarni ular bizga endi sal kulimsirab qaragan. Hazil tariqasida endi sababi ular aytayapti, bizda O'zbekistonda bo'ladigan kiber jinoyatchiliklar ularda bir 20-15 yil oldin boshlanib, o'sha tugagan. Ularning darajasi yuqorida, ularda o'sha ancha oldin o'tib ketgan. Bunaqa narsa hozir ular bunaqa narsa yo'q. Immunitet bor ularda, o'sha barakalla. Immunitet qiziq emas. Qiziq emas-da. Himoya bor bu narsa. Himoya bor, ha. Biz gaplashdik, aytdik, nima qilaylik biz o'sha milliard mablag' sarflab super kompyuter olib kelib, kiber xavfsizlik tizimlarini kuchaytirib, o'sha IT-shning boshqa xodimlarni olib kuchaytirib, shunaqa narsa tashkil qilaylikmi o'zimizda O'zbekistonda endi. Oldini olish uchun maslahat beringlar deganimizda ular bitta maslahat berdi. Bitta maslahat targ'ibot berdi bizga. Fuqarolarga tushuncha. Immunitet hosil bo'lsa, fuqaroda kiber immunitet, kiber madaniyat kuchli hosil bo'lsa, chunki ko'p holatlarda 99% holatda fuqaro ma'lumot o'zi berib qo'yapti, o'sha narsani o'zi inson omili birinchi navbatga chiqyapti. Ma'lumotni o'zi aytib qo'yapti yoki o'sha dasturda telefoniga o'zi o'rnatyapti.
himoyalanishi bilmagandan bilmaganlik, ha. Masalan, o'sha jinoyatchilar ham hozirgi kunda endi asosan O'rta Osiyoga hujum qilyapti. Nimaga ular chet mamlakatda, masalan, Osiyo yo'lbarslari deymiz, Malayziya, Singapur, boshqa yoki Rossiyaga, Xitoylarga. ha, barakalloh, Xitoylarga. Hozir ana shu firibgarlarga Rossiya fuqarosiga telefon qilsin, Rossiya fuqarosi roz aytadi, "Sen mashinniksan" deb aytmayman katta deydi. Ularda o'sha immunitet shakllanib bo'lgan. Immunitet qayerdan shakllangan? Masalan, eslasak, o'zimiz ham yoshmiz, 2000-yil, 2000-yillardan keyin bilsangiz, masalan, kollejlarda yo maktablarda mana bu odam savdosi bo'yicha juda ko'p targ'ibotlar bo'lgan. Eslasangiz, odam savdosi hech kim oldiga borma, bolalarga aytdilar, konfet beraman desa, masalan, chet elga odam chiqarib sotish boshqa narsa juda global muammoga aylangan. Hozirchi hozir o'zi yo'q ketdi. Sabab targ'ibot orqasidan odamlar immunitet shakllangan. Immunitet o'zi odam savdosiga shakllanib bo'ldi. To'g'ri, lekin bu gapda jon bor. Hozir biz ham qiladigan ishimiz endi immunitet shakllantirishimiz kerak. O'sha internetdan kelayotgan hujumlarga nisbatan chet el tajribasi asosida endi biz Fransiya tajribasi yoki boshqalar tajribasi deymiz. Shunaqa targ'ibot orqali hammaga ogohlantirib, shuni tushunchasini berib chiqsak, bu jinoyatlar nasib bo'lsa 100% yopiladi. Oldi olinadi. Endi qarang, yana bitta savol berib o'tib ketdim o'rtada. Shu ishni amalga oshirayotganlar, masalan, O'zbekiston ichidami yoki bizaga chetdan turib qilinadi? O'zbekiston ichida ham bormi demoqchiman-da, O'zbekiston. Neden chiqmasdan turib O'zbekiston ichida ham shunaqa holatlar qiladigan hakerlar yoki shunaqa endi bu yo'nalishda endi tajribamdan kelib chiqib aytaman endi. Bu yo'nalish bilsangiz yaqinda o'zi ochildi. 1-2 yil bo'ldi endi. Nima qilib ochilib rivojlanganiga endi huquqni muhofaza qiluvchi organlar alohida yo'nalish ochildi-da. Ilgari umumiy jinoyatchilikka kirardi. Hozir alohida ochildi. Kiberxavfsizlik yo'nalishi bilan shug'ullanadigan alohida yo'nalish ochildi. Endi aytganimdek nima ishlar qilinyapti, to'g'rimi? Nima ishlar qilinyapti, qanaqa qarshi kurash uchun nima ishlar qilinyapti? Birinchi navbatda mana shu Ichki ishlar vazirligi Kiberxavfsizlik markazi tomonidan shu APK fayl uchun alohida dastur ishlab chiqildi. Dastur nomi Sam Cyber 102 deyiladi. Google Play, Google Chrome'da bor. Google nimada bor? Google Play'da bor. Shu dasturni olamiz-ku, hamma bilamiz. Play Market deymiz. Shuni o'shanga kirib yozsangiz, Sam Cyber 102 deb yozilsa, dastur kelib chiqadi. Ofitsialni shu Ichki ishlar vazirligi Kiberxavfsizlik markazi tomonidan ishlab chiqilgan. Aynan APK uchun ishlab chiqildi. Shu nomini yana qaytadan aytsangiz. Sam Cyber 102. Sam Cyber 102. Ha, keyinchalik nima jarayonda ham emblemasini qo'yib olsak bo'ladi. Qo'yib olsa bo'ladi. Men ko'rsatma qilib beraman. Shaxsan men o'zim o'rnatib qo'yganman telefonimga. Tekshirib ko'ramiz boshqa narsalar. Endi holat shunaqa holatlar ko'p bo'ladi. APKni fuqaromiz o'zi o'rnatmagan. Uyga borgan, masalan, kechga o'zimiz ham boramiz. Farzandimiz telefonimizni so'raydi, masalan, o'ynayman, film ko'raman, boshqa narsa, YouTube ko'raman. Bergan holatda farzandi o'rnatib qo'ygan. Bilmagan holatda yosh bola bosadi-da. Shunaqa holatlar ham ko'p bo'ladi. Shunaqa holatlarda, masalan, o'zingizdan bilmay o'rnatib qo'ysangiz, o'sha dastur shunaqa ishlab chiqarilgan, sirazi bildirishnoma beradi. Bildirishnoma beradi-da, telefoningga kir, mana shu dastur, mana shu ilova o'sha ishlash jarayonida ma'lumot o'g'irlayapti. Shu shubhali ilova deydi-da, o'sha o'zini emblemasi chiqadi, bildirishnomasi chiqadi, shuni o'chirib tashlab, sirazi o'chirish tugmasi ham chiqadi. Birdaniga chiqadi. Dasturni o'zi ushlab to'g'ri. Mana shuni o'chir deydi, ha. O'chirib berishi ham o'chirib beradi o'zi. O'chirib berdi, tavsiya beradi, o'chirish tugmasi chiqadi. Demak, o'chirish tugmasini bosadigan bo'lsangiz, o'chirib tashlaydi. O'chib ketadi. Demak, virusni dasturni o'chirib tashlaydigan dastur. Sam Cyber 102. Sam Cyber 102. O'sha aytganda o'sha juda yaxshi dastur, o'zim ham o'rnatganman. Hozir qayerga borsak, fuqarolarga o'sha dasturni tavsiya qilamiz. Aynan APK uchun. Telefonni o'zi 1-2 soat ichida yoki 20-30 minutda o'zi tozalab, tekshirib turadi. Hozirgi kecha kunduzda biz bu narsani ko'p talabalarga ham tushuntirib o'tishga harakat qilamiz. Ko'pchilikka bu narsani aytamiz, dars jarayonlarida ham turli xil saytlarga kirmaslik va reklamalar. Har xil qabul qilib aytganda turli xil saytlarga kirgan vaqtimizda, oddiy o'zimizda O'zbekiston bo'ladimi, boshqa saytlarga kirgan vaqtimizda har xil reklamalar chiqadi. Pastdan, yon tarafdan dori bo'lishi mumkin, qanaqadir texnika yoki avtomobil bo'lishi mumkin. O'sha reklamalar orqali ham bizani shaxsiy ma'lumotlarimizni olish yoki bo'lmasa akkauntimizga kirish yoki bo'lmasa bizani kuzatish jarayonlari ham bo'lishi mumkinmi? Reklamaga kirgan vaqtimizda. Tushundim. O'sha reklama beruvchi saytlarga kirgan vaqtimizda. Masalan, pastdan chiqadi o'sha qimorga asoslangan 1xp yoki Mostbet degan qimorga asoslangan saytlar chiqqan vaqtda kimdir qiziqib o'shaga kirishi mumkin. O'shalar orqali ham bizga qanaqadir hujum bo'lishi mumkinmi degan. Shunday. Demak, agar kim ish tushgan bo'lsa, ADN Expertni
nimasi ko'rinishi sarlavhasi ko'rgan bo'lsangiz adanexpert.apk deb yoziladi. Ha. adanexpert.da masalan. Ha. APK deb yoziladi. O'sha ham APK demoqchimanda. Unga agar kim kirib agar nima qilgan bo'lsa, shug'ullangan bo'lsa, biz tekshirib ko'ramiz va kiramiz, nimaligini bilishimiz kerak-ku. Kirgan paytda registratsiya qilasiz, u yoqda ham login parol beriladi. Kirib registratsiya ism familiyangizni yozasiz, boshqa ma'lumotlarni yozasiz. Tug'ilgan joyi, manzilingiz, telefoningiz, u yoqqa keyin plastik raqamlar kirgiziladi. Plastik karta ham kiritiladi, ha. Ayniqsa Uzkart bilan Humo plastik kartalari shunday. Endi o'zimizda ikkita plastik bor, Uzkart va Humo bor-ku asosan. Shu bo'lganligi uchun o'sha yoqqa ma'lumotlar kirgiziladi. Endi aytgan ma'lumot kirgizdingizmi, demak u ma'lumotingiz unda bor. Boshqa saytlarchi? Masalan, boshqa reklama beruvchi saytlar ham virus bo'lishi mumkinmi? Xuddi albatta masalan bosib ko'rgan bo'lsangiz, bilsangiz, bitta saytga ustiga bosdingiz, o'sha reklamani ustiga bosdingiz, bittasiga kirmaydi, ikkinchisiga yo'llanma beradi. Aylanib turaveradi. Yana bittasiga kirmaydi, ikkinchisiga yo'llanma beradi. Orqaga chiqib ketaman desangiz ham shunday chiqmaydi. Shunaqa bo'ladi. Endi kirganingizdan keyin endi shunaqa endi turi ko'p, yo'nalish ko'p. O'sha kirish jarayonida shunaqa nimalar bor, yo'nalish berib dastur qilinadi. Endi men ichida ketadi, o'sha aytgan APKning ichida dastur ketadi. O'zi kanalga kirish jarayoni, o'sha silkaga kirish jarayonida sizda oldida web kamera bor-ku. Web kamera yoqilgan holatda bo'lishi mumkin. Shunaqa dasturlar borda, o'zimiz ko'rganmiz. Sizni videoga rasmga oladi. Ha, kuzatishi ham mumkin. Kuzatishi ham mumkin. Telefonga qarab turibsiz-ku. Sizni ma'lumotingizni oladi, ba'zan tekshirib ko'radi. Qaniki o'sha aytganda Face ID degan narsa bor, ha. Face ID degan narsa bor. Face ID'ni olib, masalan, bilamizki, o'sha mobil bank ilovalari bor. Telefonda mobil bank ilovalari. Kiradigan har xil Marvarat, Xazna, boshqa banklarniki. O'shanga kirish uchun xavfsizlik tizimi qo'yilgan Face ID, to'g'rimi? Biometrik ma'lumotlar kirish. Ha, barakalloh. Ha, sizni nomingizdan kirishi mumkin. Siz o'sha Face ID'ni olgandan keyin ma'lumotingizni boshqa ma'lumot ham kerak lekin unga ism familiya kerak, tug'ilgan yil kerak, pasport seriya kerak. Oxiri Face ID so'raydi. Face IDni oladi-da, bizning o'zimiz o'sha ichki ishlar vazirligining bazasi bilan shu pasport tushgan paytda rasmingizni olinadi. O'sha bilan Face IDni solishtiradi-da, shu o'xshashlik darajasi yuqori bo'lsa, 90% dan yuqori bo'lsa, o'shanga kiriladi. Demak, biron bir bank qurilmasiga o'sha mobil ilovasiga kirdingizmi, masalan, kirdingiz, o'sha bankdan agarda plastikingiz bo'lsa, plastikingiz turgan bo'ladi shunday. Pulni shunday yechib olish mumkin yoki o'sha onlayn kredit degan yo'nalishimiz bor. Siz nomingizga onlayn kredit olish mumkin. Endi u 2025-yilda ko'proq bo'lardi. 25-yil deganimning sababi 2025-yilda shunaqa endi bizda onlayn kredit yo'nalishi bo'yicha arizalar tushgan. 300-400 millionlab fuqaro nomiga firibgarlar kredit olgan holatlar ko'p bo'lgan. U yoqda endi ko'p holatlarda fuqaroning o'zi aytganini tashab beradi. Inson omili. Fuqaroning o'zi ko'pincha tushunmasligi oqibatida tashab beradi. Tashab beradi, o'sha aytganimdek nomiga kredit olib, shu jabrlanish holatlari ko'payib ketgan. Endi bitta savol tug'iladi, o'z-o'zidan davlatning mablag'i, pul to'g'rimi, bankdan chiqdi, fuqaroga berilyapti, firibgar qo'liga o'tib ketdi. Kredit to'lanish kerak olgandan keyin bilasiz, olmaydi. Kim to'laydi endi? Adashmasam fuqaro to'lasa. Barakalla, 2025-yilga talab bor edi, fuqaroning o'zi to'lardi. Tushunmaslik yoki tushunmaslik, shuna oqibatda zarar yetkazilsa, davlat puli, bank puli qaytarish kerak, to'g'rimi? Shunaqa narsa endi aytganda bu yo'nalish yangi yo'nalish debman-ku, hali qonun ishlab chiqilyapti bu yo'nalish bo'yicha sharoitga qarab, jinoyatga qarab baribir yangi qonun ishlab chiqariladi, taklif berilib, shakllantiriladi bu narsa. Bu narsa bizda yangi deyilyapti-ku. Shu narsaga endi shu holat ko'payganligi uchun shu taklif berildi, yangi o'sha Markaziy bank bilan shu Adliya vazirligi yaqinda yangi shu qonun talabi ishlab chiqdi. 26-yilda bundan keyin, masalan, siz kredit olmoqchisiz, to'g'rimi? Kirdingiz, zaявка berdingiz, to'g'rimi? Limitingiz chiqdi, masalan, 50 million, 100 million. Endi o'sha bankda o'zini ishonch telefoni bo'lar, bitta bankda ishonch telefonida telefon qilasiz sizga. Siz o'zingiz bilan suhbatlashish uchun. Ha, siz o'zingizning nomingizdagi SIM kartaga telefon qiladi. Siz o'z nomingizda SIM karta olasiz-ku. Kartadan san o'zing chiqarasiz. Ha, через EMK bilan chiqadi, ha, xuddi siz nomingiz o'sha plastik nima, sizni o'zingizniki, to'g'rimi? Telefon qiladi, men endi qanaqa ishlayapti ekan degan maqsadda yaqinda o'zim tekshirib ko'rdim. Biz bir yangilik chiqdimi, tekshirib ko'rishga harakat qilamiz. Qanaqada zaifligi bormi, yo'qmi bilishimiz kerak-ku. Zaifga berdimda, kutib o'tirdim. Sразу o'sha endi Agrobankka shunday qildim, Agrobankda sразу xodimlar chiqdi. Men ishonch telefonini bilaman, o'zimga chiqishdi, tekshirib ko'rdim. Haqiqatan kredit chiqdi, o'zingiz olyapsizmi? Hali tushgani yo'q kredit, faqat zaifga tasdiqlandi. Tasdiqlandi. Telefon qilishdi-da, birinchi nima qilgani, menga juda yoqdi. Hurmatli fuqaro dedi, o'zini tanishtirdi, birinchi o'zbek tilida gapirdi, bank xodimi tanishtirdi. Bizning suhbatimiz hozir audio zapisga yozilyapti. Sizni kredit olish jarayoningizda o'sha tasdiqlash maqsadida audio zapis yozilib, dalil sifatida olib qo'yiladi. Yaxshi dedim, hurmatli fuqaro, o'zingizni tanishtiring dedi. Ismimni aytmayman. U ham so'ragani yo'q.
Sizni ismingiz bilan murojaat qilgani yo'q. Qilmadi. U so'rayapti. So'rayapti. Xuddi bir suhbat nima surishtirgandek so'rayapti. Juda yaxshi-da bu narsa. Ismimni aytdim, yaxshi dedi. Tug'ilganingizni ayting dedi. Aytdim, tug'ilganim, pasport seriyasi ayting dedi. Aytdim. Qancha kredit olyapsiz dedi. Shuncha olyapman. Nimani endi savol javob to'g'ri bo'lyapti-da endi. Hamma narsani o'zim olyapman chunki to'liq bo'larkan aytdi. Shunaqa o'zining kriteriyalar bor ekan, bir 5 minutcha gaplashdik. Sizga dedi, mendan boshqa bank xodimi telefon qilmadimi deb so'rayapti. Firibgarlik holatlari shunday bo'ladi-da. Telefon qilib ruscha gaplashmadimi yoki biron joyga ma'lumotingizni bermadingizmi? Masalan, Face ID'ingizni kimgadir tashlab bermadingizmi? Kreditni o'zingiz olyapsizmi? Bironta sizni undamayaptimi? O'z nomingizga chiqyaptimi? Shunaqa deb savol javob qildi-da, haqiqatan men o'zim olayotganligimga ishonchim hosil bo'lgandan keyin kreditni tasdiqladim dedi. Mablag' shotingizga tushadi dedi. Faqatgina bir kun davomida pulni ishlatilmaysiz dedi. Pul hisob raqamga tushgandan keyin ham, plastikka tushgandan keyin bir kun uni ishlatilmaysiz. Bu ham bir xavfsizlik darajasida. Kategoriyasi. Bu ham bir tizimda. Shunaqa bo'lgandan keyin yaxshilama qildim, juda yaxshi bo'pti dedimda. Keyin o'zim tanishtirib bo'ldi, kreditni atkazib qo'yavering deb nima qilib tushuntirib aytdimda, shunaqa telefonni qo'ydim. Keyin yangilik chiqdi, eshitgan bo'lsangizlar, ilgari 2025-yilda shunaqa narsa bor edi. Bir kunda, bir vaqtda masalan 5-6 ta bankdan kredit olsangiz bo'ladi, bir kunda ichida. Bir kun ichida bo'lardi. Ana shu narsa yomonlikda, mana firibgar sizdan ma'lumotingizni olgandan keyin masalan, sizning limitingiz, kredit limitingiz masalan 50 million bo'ladigan bo'lsa, u bitta o'sha firibgar 5 ta 6 ta bankdan olardi fuqaro nomiga kredit. 50 million bitta bankdan emas. 6 ta bankdan masalan 300 million olib qo'yardi. 50 milliondan shunaqa bo'ldi. Hozir o'shani ham oldin olish maqsadida hozir kunda bitta bankdan faqat bir kunda bitta bankdan ola olasiz kredit. Ikkinchi bankdan o'zi zapretda o'zi. Ola olmaysiz. Agar limiting bo'lsagina ikkinchi kun olib olasiz. Bo'lmasa limit bo'lsa, endi limit u bankning o'zining nimasi endi. Bankning o'zining kriteriyasi. O'sha firibgarlar hozirgacha kunduzda masalan o'sha masalan Navoiy deylik yoki bo'lmasa O'zbekiston ichidagi qaysidir viloyat deylik, qo'lga tushganlari ham bormi? Agar bu narsa bir sir bo'lsa. Boshda ham to'g'ri aytdingiz, mana APK masalasini aytdingiz yoki o'sha firibgar masalasini aytdingiz. Mana yaqinda shu prezidentimiz ham selektor qilganlarida asosiy 4 ta masala ko'tarildi. Yaqindagina bu o'tgan selektorda ikkinchi masalamiz bizning yo'nalishimiz kiber xavfsizlik yo'nalishi bo'ldi. O'shada ham aytaylik, Toshkent shahar misolida aytib o'tildi. Endi uni yashiradigan narsaning o'zi yo'q, to'g'ri. Toshkent shahar misolida endi o'sha jinoyatchilarning topilishi, o'sha endi jinoyat ochilishi deymiz. Jinoyatchilarning topilishini 8% deb aytib o'tildi. 8% ga yaqin. Bu degani endi 100 tadan ne yo'qolsa 8 ta degani. Toshkent shaharda aytilyapti-da endi u. Endi viloyat respublika miqyosida bizniki endi Navoiy viloyatiniki ancha yuqori o'rinda turadi. Ochilish darajasi yaxshi. Endi baribir nisbatan o'sha Toshkent shahariga nisbatan yaxshi. Ochilish darajasi, mablag' topilish masalasi. Bu narsa O'zbekistonda qo'lga tushayotganlar bor. O'zbekistonda qo'lga tushayotganlar bor. Biz masalan murojaat tushdimi, siz biz o'sha murojaat bo'yicha ishlaymiz. Qanaqa endi murojaat aytganda 62 ta turi bor-ku, qaysi turiga tushadi? Mablag' qayerga ketdi? Mablag'ning o'zi elektron izi bo'ladi. Har bitta elektron iz bo'ladi. U izni hech qachon yo'qota olmaydi. Shu elektron iz orqali o'zi biz tushamiz. Endi aytganingizdek, prezidentimiz ham shu bizga talab qo'ydi, shu ochilish darajasi kam, fuqarolar ko'p jabrlanib qolyapti, ko'p zararlanyapti, to'g'rimi? Buning asosiy sababi o'sha tushadigan mablag', o'sha o'g'irlanadigan mablag' katta qismi chet elga chiqib ketyapti. Bu degani, bu ishni qiladiganlar, o'sha APK fayli yo boshqa ishni qiladiganlar asosan aytdim-ku, O'rta Osiyoga ko'proq hujum qilyapti dedim-ku. Chetdan 100% chetdan bo'ladi. Mana oddiygina endi bir ikkita mutaxassislar aytishi mumkin, o'sha elektron IP adres topib borib ushlanglar boshqa narsa deyishi mumkin. Endi kimdir yetarlicha bilimga ega bo'lmagan narsa IP adresni sekundiga yoki minutiga yoki 10 daqiqada almashtirib turadigan qurilmalar bor. Endi biz ularni topamiz degan taqdirda ham IP adresi o'zgarib turadi. Masalan VPN. Masalan oddiy VPN, masalan bitta oddiy VPN. Topish imkoniyati yo'q VPN. Imkoniyati yo'q, lekin VPN ham IP adresi o'zgarib turadi. Telefon orqali, kompyuter orqali kirgan vaqtimizda boshqa davlatni adreslarini yoki bo'lmasa hostbazarlarni shunaqa narsalar bor-da, endi ular baribir bu yo'nalishda o'sha firibgar yoki jinoyatchi deymiz, lekin ular birinchi o'rinda malakali mutaxassislar. Juda kuchli malakali mutaxassislar ular. Hammasi. Bizni qonun qoidani ham juda yaxshi biladi. Ichki holatimizni endi o'zimizga yarasha mentalitetimiz bor, bilim darajamiz va himoyalanganligini juda yaxshi biladi. Kuchli mutaxassislar. Bitta shuni ham juda yaxshi biladiki, biz baribir ularning orqasidan tushishimizni ham yaxshi biladi. Shu orqasidan tushib shu elektron izini izlab borganimizga ham endi aytganimdek o'ziga yarasha, ular ham o'ziga yarasha xavfsizlik chegaralarini o'ylab topgan. Biz shunday oborada bir topikka tiqib qo'yish ham mumkin.
yo'q o'sha ma'lumot yo'qda yo'qda o'sha. Ya, Shunaqa tarmoq keng, tarmoq juda keng ham katta. Shunaqa endi davlatlar bor, endi hamma davlatda ham qonun qoida o'zimizdagida ishlamaydi to'liq. Shunaqa davlatlar bor, shunaqa banklar bor, shunaqa tashkilotlar, shunaqa hisob raqamlar bor. Bir kunda ochiladi, bir kunda yopiladi. Biz o'zi uni orqasidan borganimizcha o'zi hisob raqam yoki o'sha bank o'zi yopilib ketgan bo'ladi. Kimga tegishliligi, pul qayerga ketganligi haqida ma'lumot yo'q. Aytdim, to'pik dedim-ku. Yoki bermaydi. Yoki bermaydi. Masalan, oddiygina mana Telegram olishimiz mumkin, hamma xabari bor. Masalan, o'sha yoz oyida bo'ldimi? O'tgan yil bo'ldi qisqasi. Mana Pavel Durov Fransiyaga borganda qo'lga olindi-ku. Telegram asoschisi. Nima uchun qo'lga olindi deysiz? Sababi masalan, adashmasam bu narsa faktga asosan ochiqlangani yo'q. Ha, sababi Telegram endi bunaqa narsada tushuntirsam, masalan, oddiy Instagram bildigan bitta kompaniya, bitta nima ijtimoiy tarmoq. Shu Instagram ishlashi uchun, tashkil topishi uchun, masalan, to'liq ishlab faoliyat ko'rsatish uchun 2000 balki 3000 xodim ishlaydi. Xodimi ko'p. Lekin Telegramda unaqa emas. Telegramda juda kam xodim ishlaydi. Ishlashi, tashkil topishi. Telegramda monitoring deymiz. Monitoring o'sha chetdan keladigan savolga, zaproslarga javob berish juda kam. Katta masalan Fransiya qo'lga olishining asosiy endi nimasi? Sababi o'sha Fransiyada bo'lgan teraktlar yoki boshqa qanaqadir ko'ngilsiz holatlar tashkillashtirishi через Telegram orqali qilingan degan taxmin bo'lgan endi. Baribir qaydadir narsa faktga asoslangani yo'q, lekin taxmin sifatida qo'lga olishganida xabarim bor. Shunaqa. Endi jinoyatchilar hozirgi kunda bir joyga yig'ilib, mana hujra qilib, patvolga o'tirib ish qilmayapti-da. Bular shunaqa narsa dunyo bo'yicha har xil davlatdan, masalan, oddiy Telegram ishlatib guruh ochib olgan. Guruh ochib olgan. Oddiy bitta guruh ochib olgan. Ha, zakrit guruh ochib olganda o'sha orqali ish qilinyapti. O'zlari qo'shmasa ularni bo'lmaydi. Ha, barakalla. Xuddi shunaqa. Telegramda monitoringga shu zaprosga javob berishi juda kam. Oddiy shu katta bir davlat, shu Fransiya davlati zapros qilganda Telegramga ma'lumot ola olmagan. Endi to'g'ri Telegram uni bilgan holatda yoki bilmagan holatda qilmagan, endi ataylab qilmagan demoqchiman. Endi Telegram siyosat shunaqa. Shunaqa ishlaydi Telegram. Shu holatda aytganim endi biz ham masalan Telegramda ko'p bo'lyapti-ku, fuqarolar aytadi, o'sha Telegram bloklash kerak yoki o'sha Telegramga aytib qanaqadir yo'nalish qilish kerak, ulardan oila so'raylar deydi-da, masalan. Zapros biz qilamiz, so'raymiz, nima qilib, masalan, xat boshqa narsa qilinadi, Tashqi ishlar vazirligi bilan zapros kelasi qiyin masala ulardan. Telegram, Instagram ijtimoiy tarmoq bizniki emas-ku, shaxsiy emas-ku, ma'lumot olishimiz qiyin masala-da. Bu narsa bitta O'zbekistondan emas, bizga o'xshagan nechta davlat bor, har bittasiga javob berib chiqguncha shunaqa kam muddat ketmaydi. Shunaqa. Tushunarli. Shunaqa muammolar ko'p bizda. Tarmoqdagi xavflarchi? Masalan, aynan qaysi tarmoq? Masalan, internet tarmog'ini o'zida bo'ladigan xavflar. Masalan, aytaylik, O'zbekiston masalan davlat deydigan davlati masalan respublikasi qanchalik mana shu tarmoqdan himoyalangan. Endi bu to'g'ri, qaysidir ma'noda sirli savol bo'lishi mumkin, lekin qiziq hozirgi kecha kunduzda ko'pchilikni qiziqtiradigan qanchalik himoyalangan. Kiberxavfsizlik yo'nalishi qanchalik kuchli demoqchisiz-da endi. Tarmoqda qanchalik himoyalangan bizlar. Masalan, Xitoy adashmasam birinchi o'rinda emas-u, lekin eng kuchli himoyalangan davlat. Uchlikka kiradi demoqchisiz. Eng kuchli uchlikka kiradi demoqchisiz. O'sha shuni qatorida O'zbekiston qanchalik masalan shunday himoyalangan. Boyni boshda aytib o'tdim, hammasi shu mablag'ga borib taqaladi aytdim. Endi toshnoz mablag' aytolmayman-ku. Masalan, Xitoyda 1 yilga shu kiberxavfsizlikka yo'naltirilgan mablag'i juda katta mablag'da masalan. Juda katta mablag' sarflanadi byudjetdan. Masalan, bizga eng ko'p mablag' shu ijtimoiy himoyaga yoki boshqa yo'nalishlarga yoki mudofaaga sarflanadigan bo'lsa, o'sha Xitoyda yoki boshqa rivojlangan mamlakatlarda juda katta mablag' kiberxavfsizlik o'ziga sarflanadi. Bizda ham masalan, hozir yildan yilga oshib boryapti bu narsa. Endi O'rta Osiyo sifatida endi aytadigan bo'lsam, kiberxavfsizlik yo'nalishida O'rta Osiyoda baribir O'zbekiston birinchi o'rinda. MDH davlatlarida ham oldinda turadi kiberxavfsizlik yo'nalishi bo'yicha, himoyalanish yo'nalishi bo'yicha. Chunki bizda bilamiz, o'zbek xalqi shu ilmga chanqoq, o'rganuvchan, shu yangilikka intiluvchan, o'sha eskidan shu ajdodlarimiz hamma daholar, olimlar o'zimizdan chiqqan va qonimizda bor demoqchiman-da. Biz olimlarimiz ham shu IT mutaxassislarimiz yoki kiberxavfsizlik mutaxassislarimiz ham kuchli, o'ziga yarasha tarmoq yaratilgan, kuchli. Aytganimda o'sha endi toshni o'rnini aytolmayman-ku, lekin kuchli darajada, yetarli darajada. Bu faqatgina men aytgandek davlat tashkilotlari deyilyapti-da, bu yoqda bank, boshqa davlat o'zini nimalari. Endi fuqarolar shunga qarab o'zini himoya qilish kerak. Endi unaqa katta mablag' sarflab o'zini himoya qilmasin, prosta o'sha kibergigiyenaga amal qilsa bo'ldi.
davlat ishlab chiqqan o'sha standartlarga amal qilsa, kiberxavfsizlik yo'nalishi bo'yicha hamma narsani tushunib o'zini himoya qilsa, xuddi shunaqa. Kiberhujumdan himoyalanishi mumkin. Xo'p, yana bitta savolimni aytib o'tish kerak. Hozirgacha kunduzda kadrlar именно shu soha bo'yicha, kiberxavfsizlik sohasi bo'yicha O'zbekistonda qancha yetishmayotganligi yoki bo'lmasa u narsani ko'paytirish bo'yicha qanaqa masalan tashkiliy ishlar yoki amallar, qanaqadir institutlar ochilishi bu narsa bo'yicha, kadrlar yetishmasligi bo'yicha qanaqa ishlar amalga oshirilyapti? Tushundim. Endi hozir mana shaxsan o'zimda ham o'sha birinchi mutaxassisligim o'zi injenerlik, ikkinchi mutaxassisligim dasturiy injenerlikda. O'zim ham ikkita mutaxassislikda o'qiganman. Sababi shu ishda endi ilgari xodim bo'lganmiz, kiberxavfsizlik yo'nalishiga o'tish uchun yetarli bilimga ega bo'lish kerak-da, baribir. Endi biz jinoyatchini yoki firibgarni yoki hakerni ushlashimiz uchun ham o'zgarishli bilimga ega bo'lishimiz kerak-da. Internetda tushunish, dasturlar va boshqa narsalar xuddi shunaqa ma'lumot hosil bo'lish kerak-da. Shuning uchun o'qiganmiz, ikkinchi mutaxassislikka ham. Endi hozirgi kunda bilamizki, masalan, 1 million dasturchi degan dastur bor. 1 million IT mutaxassis degan dastur bor. Yaqinda shu selektorda prezidentimiz ham aytib o'tdi, bizga ko'proq IT mutaxassis kerak. Kadrlar masalasi to'g'ri hozir kam nisbatan, to'g'risini aytaman. Asosan endi Toshkentda ko'proq kadrlar masalasi, ko'proq IT mutaxassislar Toshkentda ko'p kompaniyalar nimalar asosan endi poytaxt bo'lganligi uchun ko'proq mutaxassislar ko'p Toshkentga intiladi. Chunki bilamiz IT mutaxassislar oyligi juda yaxshi bo'ladi. 20, 30, 50 yoki ketaveradi. Shunga qarab, endi biz tizimga ko'proq shu jalb qilyapmiz, hozir endi shartnomalar tuzilib, kelishilyapti, ko'proq bizga mutaxassis kerak. IT mutaxassislik nisbatan kamroq demoqchiman. Endi buni IT mutaxassislar qayerdan chiqadi? Shu Toshkent axborot texnologiya universitetida, uni filiallarida bo'lishi mumkin yoki masalan o'zimizda mana bu Sharq universitetida ham bor ekan. Shahardagi Sharq universitetida yo'nalish ochilgan ekan. Endi bu yo'nalish ko'payyaptimi? Talab ko'payaveradi. Institutlar qoshida fakultet ochilishi mumkin. Yaqinda eshitib qoldim o'sha kiberxavfsizlik alohida o'zi institut ochiladi. Bu narsa blogging chalenganda bu kiberxavfsizlik yo'nalishi bo'yicha alohida institut ochiladi. O'sha qarorga ketgan. Topshiriq bu yo'nalish endi borgan sari endi bundan keyin rivojlanaveradi. Oldinga ketaveradi. Chunki jabrlanishlar har bitta tashkilotda, har bitta bo'limda, har bitta boshqarmada, hatto maktabgacha ham, eng kichkina tashkilotgacha ham kiberxavfsizlik bo'yicha bitta aytishning, bitta kiberxavfsizlik mutaxassisi joriy qilinadi. Masalan, hozir ixtiyoriyatda tashkilotga boradigan bo'lsak, qanaqa tashkilot bo'lishidan qat'iy nazar, masalan, oddiy elektrik bor, to'g'rimi? Mutaxassisligi shu. Har bitta tashkilotda bor. Qanaqa tashkilot bo'lishidan qat'iy nazar bor. Masalan, oddiy buxgalter hamma tashkilotda bor, kerak. Masalan, kadr har bitta tashkilotda bor. Xuddi shunaqa aytmoqchizki, jabrlanishni oldini olish uchun ularga tushuncha berish maqsadida har bitta tashkilotda o'sha kiberxavfsizlik va IT yo'nalishi bo'yicha xodim shunaqa doimiy shunaqa, chunki darsda dars mashg'ulotlari o'tkazilib, qanaqa tekshirib boradi, endi o'zini o'zgarish ishlari bo'ladi. Masalan, bir 20-25 yil oldin nazarga soladigan, ortga qaytadigan bo'lsak, masalan, oddiy banklarda ilgari vidimiz bo'lardi-da, pul olsa qo'l qo'yib ketaylik, vidimiz qolardi. Shunday. Hozir borgan sari bo'layim elektron, hamma narsa elektron bo'lib ketdi hozir. Tizimlashtirib ketdi. Demak, tizimni himoya qilish uchun yoki ishlash qanaqadir bir kamchilik chiqib qolish uchun, uni to'g'rilash uchun mutaxassis kerak. Hamma sohaga hamma narsa raqamlashadi. Chunki inson omilini kamaytirib shu korrupsiyaning oldini olinish yoki boshqa qo'shimcha narsalarning oldini olinish yoki chalkashliklarning oldini olish uchun ham raqamlashtirish kerak. Raqamlashtirish shunday qo'lingizda hamma narsa hisob holatda turadi. Hech kim raqamlashtirish sizni aldamaydi. Raqamlashtirish xato qilmaydi. Raqamlar faktlarga asoslangan holda tahlil boshqa narsa ilgari ma'lumotlar ombor degan narsa bo'ladi. Xuddi shuni hamma narsa qo'lingizda turgan bo'ladi. Xo'p, hozirgacha kunduzdagi fuqarolarga, insonlarga, mana O'zbekiston yoki Navoiy ahliga qanaqa fikr bildirib o'tib ketarsiz? Mana shu xavfsizlik bo'yicha o'zini shaxsiy ma'lumotlarini tarqalib ketmasligi yoki bo'lmasa o'sha akkauntlar bo'yicha, ijtimoiy tarmoqlardan keladigan turli xil xabarlar bo'yicha qanaqangi bir o'zingiz taklif yoki maslahatlaringiz bergan bo'lardingiz? Bo'ldi. Endi asosiy maqsadimiz qanaqadir bir telefonga bir dastur o'rnatmoqchi bo'lsa, endi ofitsialni shu App Store'dan yoki Google Play'dan, o'sha Play Marketdan ko'proq dasturlarni yuklab, ofitsialni saytlardan yuklab olish kerak, ishonchli saytlardan. Masalan, bitta narsa hozir endi aytib o'tilmadi. Onlayn savdo platformalari bor. Onlayn savdo platformalari yoki Telegramda savdo platformalari bor. Shu yo'nalishimiz ham dolzarb yo'nalish, shunga aytib o'taman. Masalan, OLXda ko'p chiqqan, hozir soxta e'lonlar ko'payib ketgan. Mahsulotni fuqarolar tomonidan shu narsa ko'payib ketgan, onlayn savdo masalan oddiy uzum market.
onlayn savdo ko'payib ketgan. O'zim market endi ofitsialniy haqiqatdan ishonchli, lekin bitta Telegram guruhlar ko'payib ketgan, onlayn savdo qiladigan. Bir narsa olmoqchisiz, to'g'rimi? Masalan, u narsa bozorda 1 million so'm turadi. Lekin o'sha Telegram guruhga kirib ko'radigan bo'lsangiz, bu narsa u yoqda 500 ming so'm turibdi. Shuni Narxi arzon bo'ladi. Birinchi chalg'atadigan narsasi shu. O'sha arzon narsani olishga harakat qiladida, shunaqa narsa zaklad deymiz, oldindan pul to'lab beradi. Shunaqa narsa ko'payib ketgan. Mahsulotni arzon qilib chiqarib sotadi-da, firibgar yoki jinoyatchi oldindan zaklad tashlatib oladi-da, Telegramni juda yaxshi bilamiz. O'chirib tashlab hamma narsani ikki tomondan o'chirib tashlasa bo'ladi. O'chirib tashlab shu qora ro'yxatga tiqib qo'yadi yoki shoniga tiqib qo'yib, yo'qolib shu ketadigan holatda ko'payib ketadi. Keyin ham bir narsa aytib o'tay, bizda masalan ko'p fuqarolar keladi ariza bilan shunaqa onlayn narsa sotib olgan, masalan katta-katta tadbirkorlar ham masalan Toshkentda endi bitta guruhga kiryapti, tovarlar yo'qyapti, masalan bu tovardan 100 ta, bunisidan 200 ta, bunisidan 1000 ta menga jo'nat deyapti-da, gaplashyapti-da, uni tadbirkor olishiga sabab arzon. Arzonligiga uchyapti-da, qisqasi katta mablag' tashab beryapti. Bitta plastik raqam tashayapti firibgar, katta mablag' tashab beryapti. U firibgar sразу hamma yosh bilan o'chirib tashab, o'sha xaridorni o'sha chorniy spesga tiqib qo'yapti. O'sha kanalda ham kerak bo'lsa, o'chirib tashlagan holatlar. Kanal turibdi, kanal nima emas, muammo yo'q. Kanal turibdi, fuqaro bizga kelyapti. Mana shu plastikga masalan 100 million so'm tashadim, mana plastik, ism familiya bor, shu odamni topinglar menga. Shu odam firibgar, men mahsulotga shuncha zakaz qildim, mahsulotim ololmayapman. Ana shu odam topsanglar bo'ldi, ana shu odam o'zi qilgan deyapti. Endi fuqaroda tushunmaydi. Shuni endi ko'plar tushunmaydi. Bizda shunaqa narsa bor. Firibgar, jabrlanuvchining o'rtasida har doim bir kishi bo'ladi. U shaxs biz dropper shaxs deymiz. Kartani drop karta deymiz. Bu qanaqa karta bo'ladi? Demak, firibgar aytdim o'z nomi bilan firibgar hech qachon o'zini plastik raqamiga plastikga pul tashatmaydi. U karta egasi haqiqatan real hayotda bormi yoki bo'lmasa bor? O'zi bilmaydi lekin yoki biladimi o'zi? Bilgan holatim bor. Endi asosan biladi, masalan, hozir tushuntiraman qanaqa bo'lishini. Demak, o'sha drop karta deb aytib o'tdim-ku. Toshkent shahrida endi bo'lgan holatda aytaman. Demak, bitta firibgar, o'sha Mardikor bozor bor, deb bilamiz. Toshkent shahri Mardikor bozorga boryapti-da. Mardikorlar kelyapti. Moshim bilan to'xtaganing Mardikorga keladi. Nima qilish kerak? Menga deyapti, plastik ochib beringlar, bankka borib deyapti. Bankka borib plastik ochib berasizlar deyapti. Bitta plastikka $100 beraman deyapti. Bankka borib 30 ming, 25 mingga plastik ochirsangiz, o'shanga $100 beraman deyapti. Endi Mardikor bozoridagilar bilamiz, kuniga shu ma'lum bir mablag'ga 200 mingga, 300 ming mablag'ga ishlaydi. Bitta plastik ochib berish hech $100 pul oladi zoto. Shu narsaga uchyapti-da, borib bankdan bitta Humo, bitta Uzcard yoki bitta Visa 2-3 ta plastik ochyapti, narxga bankka boryapti, yana ochyapti. Shu o'zining nomiga 20 ta 30 ta plastik ochib, shuni firibgar qo'liga beradi. Firibgarning ismini ham bilmaydi, tanimaydi, birinchi marta ko'rib turibdi. Birinchi marta ko'rib turibdi. Ha, shunday. 20 ta 30 ta plastik ochib, o'sha firibgar qo'liga beryapti. O'sha bergan plastikning evaziga $50 yo $100 mablag' beryapti. Pulni olyapti, ketyapti. Firibgar o'sha plastikni ishlatadi. O'sha o'rtada drop karta o'sha bo'ladi. Ko'plar o'ylaydi, men pul tashayapman, o'sha odamni o'ziga tashayapman, odam topish muammo bo'lmaydi deb fikr qiladi-da, o'sha pul tashashdan oldin. U bilmaydi-ki, o'rtadagi o'sha drop kartaligini bilmaydi. O'rtadagi odam esa plastikga pul tushganligini-yu, plastikka pul tushganini bilib turish uchun uni sim kartaga ulash kerak. Ulash kerak. Odam ulamagan ham. Keyin boshqa odamga aytadi, menga sim karta ochib ber deydi. U sim karta ochib beradi boshqa odam. O'sha boshqa odamning sim kartasiga bu odamning plastigini olib qo'yadi. Tushunyapsan? O'rtada o'zi yo'q-da. Boshqa sim karta boshqa odamniki, plastik boshqa odamniki. Biz uni orqasidan borib tushgan taqdirimizda ham nomer boshqa odamniki bo'ladi, sim karta boshqa odamniki bo'ladi. Ikkovini ham chaqirib gaplashamiz. Ikkalasida ham xabar yo'q. Plastikida borligidan, sim kartasi borligidan xabar bor, kimga beraverganligidan, ayni vaqtda kim ishlatayotganligidan, ichida qanaqa pullar aylanyapti, masalan, millionlab, milliardta pul aylanishi mumkin. O'shani xabar bo'lmaydi. Keldi bitta kishi taklif qildi, shuncha pul berdim, borib bankdan plastik olib berdim, shundan keyin bilmayman nima bo'lgan deydi. Shunaqa holatda o'zimizda ko'payib ketyapti. Masalan, biz mana aytib o'tdingiz, jinoyatchilar qanday ushlanyapti, qanaqa bo'lyapti. Masalan, tadbir qilamiz, boshqa narsa qilamiz, boshqa viloyatlarga boramiz, o'sha ish bilan jinoyatchini topish maqsadida borganimizda ko'pincha shu jinoyatchilarni qo'lga olgan jarayonda o'sha tintuv qilinadi, tekshiriladi, uyi boshqasi, mashinasi, kamida 20 ta 30 ta plastik chiqyapti jinoyatchilar. Kamida. Mana yaqinda Qoraqalpog'istonda bo'ldi, bitta jinoyatchi o'sha jinoiy guruhdan 10 mingga yaqin plastik chiqqan. Toshkent separasida esimda yo'q, 10 ming dona plastik chiqqan. Juda katta sifrada u. Faraz qilyapsizmi? Ular juda ko'p pul oborot qiladi-da. Plastik karta degan. Plastik karta, ha, bank kartasi shu juda ko'p chiqyapti.
kimniki ekanligi, u kimning nomida ekanligini o'zi ham bilmasa kerak. Xuddi shunaqa. Endi aralashib ketadi. Aralashib olgan. Ishlatadi uni ular. Xuddi ana shunaqa qilib ishlatadi. Tushunarli. U firibgar aytganimga juda yaxshi biladi. Ish qiladigan ishi jinoyatligini juda yaxshi biladi. Bu narsadan o'zi xabardor, o'zini himoya qiladi. Shunaqa holat bo'lgan, masalan aytaman qarang. Firibgar masalan plastikda pul bor. Masalan, siz firibgarsiz plastikda pul ishlatishingiz kerak, to'g'rimi? Qarang, o'ziga manfaat qilasiz, pul kerak sizga, to'g'rimi? Naqd pul kerak. Pul qayerdan ichasiz? Naqd pul qayerdan olasiz? Bankomat? Barakalla, bankomatga borsa hamma juda yaxshi biladi. Bankomatga borganda, bankomat o'zining kamerasi bo'ladi, veb kamerasi kichkinagina. I plus tepada yana kamera bo'ladi. Yana kamera bo'ladi. Agar eslasangiz, shu bankomatlar birinchi chiqqan paytlari shuni ochiqda turardi, kamera hech nima bo'lmasdi. Hech narsa bo'lmasdi. Hech nima bo'lmasdi. O'g'irlik holatlari ham kuzatilgan. Ha, shunaqa narsa oldin olish maqsadida o'sha kamera qo'yilgan. Firibgar bilan borib o'sha plastikni borib kameraga o'sha bankomatga tiqib pul oladigan bo'lsa kameraga tushadi. Chunki o'sha bizga o'sha SMS keladida, o'sha tekshirganimizda sekundigacha aytadi-ku, mana shu joydan, mana shu bankomatdan pul ichildi sekundigacha. Biz borib kamerani ko'tarsak 100 chiqadi, boshqa narsa chiqadi, 100 orqali topib olamiz. Shuni ham juda yaxshi biladi firibgar. U nima qilyapti? Endi bo'lgan holatda aytaman, firibgar qisqasi sal kechroq mashin bilan boryapti. Qisqasi mashinada ham nomeri yo'q lekin. Nomeri yechilgan mashin bilan boryapti-da, bankomatga sal yaqinroq joyga boryapti-da, menga qarayapti, endi atrofga odamlar o'tib qaytyapti endi. Gavjum joy, bankomat bir joy, gavjum joyga qo'yiladi. Bitta yoshroq bola o'tib chaqiryapti bolani. Bola kelyapti mashinani oldiga, plastik beryapti-da, ukam yo nima deb gaplashyapti-da. Mana shu plastik bankomatga borasan, 100 million so'm pul naqd qilasan, menga olib kelib berasan. Men senga 1 million beraman deyapti. 1% saniki deyapti. Yoshroq bolaga tushunadigan nimaga ko'plarga taklif bo'lsa, xo'p deydi-da. Xo'p deydi, to'g'ri lekin. Savol bergan, nimacha o'z olmaysiz borib degan. Sog'lig'im yomon, sal mazam bo'lmayapti, o'tirib turay mashinada o'zing borib yechib keldi. Shunaqa bahona qilganda endi. Bu bola borganda plastik tiqib 100 million pulni maydalaganda olib kelib berib, shu 1 million haqini olganda ketgan. U yana shu mashina yo'lida o'sha davom etganda ketyapti. Maqsad kameraga tushmaslik, qochishda maqsad. Aytib o'tganimni aytibman, plastik boshqaniki, nomerga boshqaga ulangan. Pulni ishtirish boshqa o'rtada maza qilishadi. Endi baribir o'zimizni tadbirlarimiz bor, o'zimizni shu qilinadigan ishlarimiz bor, baribir qo'lga tushadi. Baribir qo'lga tushgan. Aytganimdek, endi o'tgan yil endi statistikaga keladigan bo'lsak, firibgarlar tomonidan endi 20 milliarddan endi ortiq mablag' o'g'irlangan bo'lsa, fuqarolar katta qismi qaytarilgan baribir fuqarolarga. Aytib o'tganim bizda viloyatda nisbatan endi o'sha Toshkent shahrining statistikasiga nisbatan bizga nisbatan yaxshi. Ochilishi, mablag' qaytarish endi ko'p fuqarolar tomonidan endi e'tiroz endi internetda, ijtimoiy tarmoqlarda tekshirgan paytimiz, qo'y bunga ariza qilma, buni topolmaydi, boshqa narsa qilmaydi, bunaqa bo'ladi, bunaqa bo'ladi degan negativ fikrlar ko'pda. Lekin bitta narsa borda, yana endi ishda ichiga kiradigan bo'lsak, vaqt masalasi bor bizda. Bilamiz, bitta pulni bir plastikdan ikkinchi plastikka o'tkazish uchun 20-30 sekund vaqt kerak. Lekin u narsani orqasidan borib topish uchun ko'p vaqt kerak. Masalan, oddiygina yaxshilik qilish qiyin, yomonlik qilish juda oson. Juda oson, to'g'ri. Yaxshilik qilish uchun 10 yil ketishi mumkin bir odam, lekin yomonlik qilish uchun 1 sekund o'zi yetadi. Aytganda vaqt masalasi deyapman, keyin shunaqa ko'p arizalarimiz bor, fuqarolarimiz endi aytganda yetarlicha bilimga ega emas, arizani kech qiladi. Bir hafta o'tadi pul ichilganligidan, holat bo'lganligidan. Ba'zi hollarda 10-15 kun o'tib ketgandan keyin 15 kun mayli, bir oy ham o'tadi, yaqinda bitta ariza qilyapti, 1 yil oldin holat bo'lgan. 1 yil oldin pul ichilgan, endi ariza qilyapti. Endi u pul qayerda yuribdi hozir, qayerga ketgan, nima bo'lgan? Ishlatilib bo'lgan masalasi muhimda shunaqa. Endi ko'p joyga yig'ilishga borsam, targ'ibotlarga borsam aytaman, holat bo'ldimi, siz bizga murojaat qiling, shu 102 raqamiga. 102 dagi xodimlar siz bizga chiqib ma'lumot beradi, biz siz fuqaroning o'ziga chiqamiz. Holat qanday bo'ldi, nima qo'ydi? Chunki men aytib o'tdim, 62 ta turi bor dedim-da. Turga qarab biz ish ko'ramiz-da. Masalan, kasallik turlari bor-ku, boshingiz og'risa setramon ichasiz, to'g'rimi? Qorni og'rig'i ichmaysiz-ku. Xuddi shunaqa qilib biz ham o'zimiz harakat qilamiz, turga qarab harakat qilinadi-da. O'zini yo'l yo'rig'i bor-da. Vaqt masalasi juda muhim. Aytganim shu kech nima ariza qilishni oqibatida ham o'sha jinoyatchilik topish masalasi qiyinlashib boryapti. Pul chiqib ketib qolgan bo'lsa, masalan, O'zbekistonda agar arizani vaqtida qiladigan bo'lsa, yaqinda shunday bitta holat bo'ldi, bitta akamiz ariza bilan shu bo'lgan holatda siraz murojaat qildi. Qisqasi 200 million ortiq mablag' yechilgan plastikdan siraz ariza qilyapti. 15 minutda siraz biz bog'lanyapmiz-da. O'sha nimalarni tekshirib, shu pul qayerga ketdi, qayerga tushdi. Birinchi siraz plastikni o'zidan to'g'ridan to'g'ri chet elga yechilmaydi. Shuni
qaysidir bir hisob raqamiga, O'zbekiston hisob raqamiga yoki o'sha nimaga yechiladi-da. Bank shotiga tushirilib, o'sha yerdan keyin ketiladi-da. keyin Shunaqa narsa bor endi firibgarlar bir hafta, 2-3 kun ishlagan pulni bir joyga yig'adi. Mayda-mayda olib chiqmaydi. Shunaqa narsa bor, yig'adi bir joyga. 2-3 hisob raqamiga bir joyga yig'adi. Keyin olib chiqib ketiladi-da. Kattaroq summa bo'lgandan keyin. Masalan, sraz ariza qilgandan keyin o'sha aytgan o'sha 200 milliondan ortiq mablag' sraz ariza qilindi, sraz ishlandi, bank bilan boshqa tashkilotlar bilan sraz ishlandi, tushgan hisob raqam muzlatildi. Bloklandi tushgan hisob raqam. To'g'ri, u ishni qiladigan odam jinoyatchi chet eldan bo'lishi mumkin, lekin biz mablag' ushlab qoldik. O'sha jabrlanuvchiga birinchi navbatda mablag' kerak. U jinoyatchini ushlash ikkinchi masala. Jinoyatchi sizlar o'zlaringizga. Biz ham o'zimiz masala, lekin biz aytganimiz shu jabrlanuvchining mablag'ini ushlab qolsak, shu vaqtida ariza qilib, vaqt masalasini bizga yordam qilishsa, shunaqa o'z vaqtida ariza o'z vaqtida xabar berish, o'z vaqtida ariza topshirish, bu narsa shunday, masalan, ancha foydali bo'ladi. Masalan, oddiygina siz ilon chaqdi, to'g'rimi? Masalan, siz ilon chaqdi. Nima qilish kerak? Sraz vaksina qilish kerak. O'sha davolovchi o'sha qarshi zardob qilindi-ku. Xuddi shunaqa narsa. Sraz vaqtida qilinsa, havolarsa oldin olish ehtimollar juda ham baland. Xuddi shu tekshirgandan keyin oddiy tilda tushuntirsam shunaqa. Da, tushunarli. Xo'p, qanaqa maslahatlar berib o'tasiz? Maslahatlar, endi bu narsa chetda qolib ketdi. Birinchi maslahatim oddiy shu. Telegram masalan, Telegramdan foydalanadigan bo'lsa, aytganim shu ikki bosqichli ablishni parol o'rnatib qo'yish kerak. Aytganimdek, ikki bosqichli o'rnatib qo'yish kerak. Juda yaxshi. Keyin ona aytganimdek, Samsaber 102 deb dasturda aytib o'tdim, APK bo'yicha. Dastur bo'yicha ma'lumot juda yaxshi. O'sha APK faylni aniqlagan shu dastur o'rnatib qo'yish kerak. Ikki bosqichli parol hammasida bor-da, masalan, nimada ham bor, Instagramda ham bor, boshqalarda bor. Keyin parollar siyosati degan narsamiz bor. O'sha parollar siyosatiga amal qilish kerak. Tez-tez parollar almashtirib turish kerak. Internet madaniyatiga amal qilish kerak. O'sha parollar siyosatiga keyin faqatgina shu xizmat deymiz yoki mahsulot deymiz, mahsulot yoki xizmat sotib olishdan oldin mablag' tashab bermasligi, to'lov qilmaslik maslahat beraman. Shunaqa ham ko'p o'zimizda. Imkon ko'rmasdan turib, masalan, ishonchsiz masalan, OLX ham ko'payib ketgan, endi bizda iPhone tema deymiz. iPhone masalasi juda ko'payib ketganda, bitta iPhone rasmi, telefon rasmi qo'yilyapti-da, masalan $1000 bo'lsa, kamroqqa qo'yilib, shu oldindan zaklab tashlatib olib ko'payib ketyapti shunaqa narsada. Ko'rmagan, bilmagan odamlarga pul tashab berish masalasi ko'payib ketyapti. Endi mahsulot sotib olmoqchi bo'lsangiz, Apsanli masalan olcha, boshqa masalan uzun marketni o'zidan, Apsanli saytlardan sotib olishni tavsiya qilamiz. Onlayn sotib olmoqchi bo'lsa, eng zo'ri bozorga chiqib, shu borib kelishib, gaplashib, ko'rib, qo'lingizga ushlab sotib olgan ma'qul. Ishonchli tarmoqlardan, ishonchli platformalardan saytlardan sotib olgan yaxshi. Keyin mana trading masalasi bor, aytishingizdan chiqibdi. Pul ko'paytirish deymiz, masalan, o'sha broker yoki boshqa birjalar orqali pul ko'paytirish bor-ku, shu masalaga ham ehtiyot bo'lish kerak. Shu narsadan ham ko'payib ketyapti. U bunday olib qaragan o'zi qimor-da. Mana diniy jihatdan ham, dunyoviy jihatdan ham aytadigan bo'lsa, o'zi noqonuniy ham to'g'ri kelmaydigan shu din jihatdan ham to'g'ri kelmaydigan narsa o'zi. Foydalanmaslik kerak-da bunday. Shularni maslahat berib qolamiz. Xo'p, yana bitta savol. Mana biz hozirgi vaqtda o'zimizning ma'lumotlarimizni o'sha MyGov deymiz davlat xizmatlariga yoki bo'lmasa OneID yoki bo'lmasa hozirgi kecha kunimizda bo'lib o'tgan o'sha aholini ro'yxatdan o'tkazish bo'yicha barcha o'zimizdan oila a'zolarimiz bilan birga ma'lumotlarni kiritamiz. O'sha OneID bo'lishidan qat'iy nazar, davlat ro'yxatdan o'tkazish bo'lishidan qat'iy nazar. O'sha vaqtda o'sha tashkilotlardan o'sha hakerlar hujum qilib yoki bo'lmasa ularning bazasidan bizning ma'lumotlarimizni olib, bizning o'zimizning xabarimiz bo'lmasdan o'sha kredit olinishi yoki bo'lmasa ma'lumotlarimiz tarqalib ketishiga ular o'sha tashkilotlar aybdor bo'lib qolmaydimi bunaqa vaziyatda? Tushundim demak savolingizga. Aytib o'tganim o'sha kredit masalasini bir sirasi aytaman. Birinchidan hozir aytib o'tdim, 26-yilda kuchaytirildi bu kredit olish masalasi. Qariyb imkonsiz bu narsa. O'sha ma'lumotlarimiz chiqqan taqdirda ham o'sha kredit olish imkonsiz 100%. Keyin ikkinchisi javobgarlik masalasi aytyapsiz. 2025-yilda aytib o'tdim, o'sha onlayn kredit yo'nalishimizda fuqarolar o'sha OneID'sini o'zini yuzini nimasini Face ID'sini tashlab berib nomiga kredit olgan holatlar bo'ldi. Endi aytganimdek bu yo'nalish yangi, endi qonunlar ishlab chiqilyapti. 25-yilda shunaqa edi, o'sha holat bo'ladigan bo'lsa, shu firibgar yoki bankning o'zini xodimi ham asosan firibgar fuqaro nomiga kredit oladigan bo'lsa, ma'lumot orqali kredit oladigan bo'lsa, kreditni fuqaroning o'zi to'lardi.
26-yilda bundan keyin endi prezident tomonidan shunaqa talab qo'yildi. Bundan keyin shunaqa holatlar endi xavfsizlik masalasi kuchaytirildi. Birinchi masala, ikkinchi masala shu xavfsizlik tizimlarini qanday buzib kirib, qanaqadir aylanma yo'llar bilan yoki boshqa yo'llar bilan fuqaroga moddiy yoki ma'naviy zarar yetkaziladigan bo'lsa, uning moddiy va ma'lumotlari asosida moddiy yoki ma'naviy zararni juda yaxshi bilamiz. Yetkaziladigan bo'lsa, shu ma'lumotni oshkor qilishda endi tekshirish jarayonida aniqlangan bank yoki bank xodimi yoki qanaqadir davlat tashkiloti aybdor bo'ladi 100%. Demak, bu narsadan xavotir qilmasak ham bo'ladi. Xavotir qilmasak ham bo'ladi, lekin shunaqa insoniyatda shunaqa narsaki, shunaqa odamlarimiz bor. Yaqinda yig'ilishda shunaqa bo'ladi, bundan keyin 26-yilda shunaqa kuchaytirildi desam, ha bo'lmasa xohlagan saytga kirib, xohlagan ma'lumotimizni yozaveramiz, bir qiziq ko'rib, monakda qilib, qani nima bo'lar ekan deyapti-da. O'zi biz himoya qildikmi, o'ylayapti endi. O'zim nomimga kredit olishga bir harakat qilaman, ishonch saytlariga kiraman. Jabr ko'rgan taqdirda bank to'la ekan-ku deganday qilib, agar men nomdan kredit chiqib ketadigan bo'lsa ham, shunaqa bankni o'zi to'lab berar ekan. O'zi to'lab berar ekan-ku, xohlagan ishim qilsam ham bo'lar ekan-ku degan tafakkur. Sirasiz o'zi boshqacha tafakkur bo'lyapti-da, yo'qda bir erkalanib nima bo'lyapti, shunaqa narsa bo'layapti. Endi shuni baribir u o'sha tekshirish jarayonida aniqlanadi-da, baribir fuqaro javobgar bo'lib qolish masalasi kamroq baribir. Ko'proq o'sha tashkilotni yoki o'sha bankni o'zini zimmasiga qo'yiladi bundan keyin. Lekin ijtimoiy tarmoqlardan keladigan fake xabarlarga agar fuqaroning o'zi ruxsat berib ulanib qoladigan bo'lsa, bunga hech qaysi tashkilot javobgar emas, fuqaroning shunaqa o'zi javobgar bo'lib qoladi. Shunday, men kredit masalasini aytib o'tyapman. Endi shu kuchaytirilganligi uchun bundan keyin shu arizalar to'g'ri bora-bora kamayib, murojaatlar kamayib ketyapti, xavfsizlik tizimi kuchayapti. Yaqinda endi bitta holat bo'ldi. Inson omili baribir birinchi o'rinda bizda. Inson omili baribir birinchi o'rinda. Karimalarda shunaqa holat bo'ldi. Yaqindagina o'zim gaplashdim. Qisqasi bitta yosh katta akamiz kredit olmoqchi. Pul kerak. Sharoit og'irroq pul kerak. Endi aka tushunmaydi kredit olishni. Instagramdan video ko'ryapti-da, reels ko'ryapti-da, bitta e'lon chiqyapti. Biz sizga kredit olib beramiz. Aka tushunmaydi. Juda ko'payib ketgan Instagramda. Instagram juda ko'payib ketgan. Akkauntlar pul olib beramiz. 100% hammasi fake bo'ladi, Ko'pincha qarzlarimizni to'lab beramiz. Shunday, ko'pincha ularda foizi juda kam bo'ladi. 0% yoki 3-4% bo'ladi. Endi bilimga ega emas deb, masalan, oddiy bilimga ega odam bilarki, O'zbekiston Respublikasida eng kam foiz stavka 17%, 18%. Ipoteka kredit. Markaziy bankning eng kam moliyaviy stavkasi 14%. 14% bank tijorat banklariga kredit beradi. Tijorat banklari uni ustiga o'zini foizini qo'yadi. Masalan, eng kam 4% 3% yoki ko'proq foiz qo'yadi, uni fuqarolarga beradi. Chakana tarzda fuqarolarga beradi. Endi shu bilimga ega bo'lmagan odam 0% dan kredit bor ekan deydi-da, o'sha narsaga kirib zaifga beradi-da, ism familiya ma'lumotlarini kirgizadi-da. Endi o'sha Kanamanadagi holatda aka kredit olmoqchi bo'lyapti-da, bitta shu firibgarga yo'l qo'yapti-da. Firibgarga nima gaplashmagan, faqat nimada Instagramda yoki Telegramda yozishganda qisqasi aka kredit olyapti-da. Pul shotiga tushyapti-ku, firibgar u yoqda tushuntiray qanday olishdi. Bo'lmasa 26 da bo'lyapti. Bank telefon qilgan, o'zi olyapsizmi degan, o'zim olyapman degan. Birov sizga yordam qilmayapmi, birov mendan boshqa odamlar yordam qilmayaptimi so'ragan bo'lmasa. Shunaqa holatda ham endi fuqaro inson omili dedim-ku, inson omilini aylanib o'tyapti-da, gaplashib, qisqasi pul shotga tushyapti. 50 millionga yaqin. Ishontirishda inson omili. O'sha pul shotga tushyapti-da, firibgarlarga yozyapti. Men 50 million yaqin pul tushdi plastimga. Nima qilaydi? Firibgarlar aytayapti, bizani endi haqimizni bering deyapti. Biz sizga kredit olib berdik-ku deyapti. Xizmat haqimizni bering deyapti. Xo'p, nima qilishim kerak deyapti. Bitta kod bordi, shuni aytib yuboring deyapti. Shu kod aytib yuborsangiz, o'sha olgan kreditdan 5% foizimizni olib qolamiz. Aka shunday kodni aytayapti. Plastikdagi 50 million hammasi ketyapti. Hammasi ketyapti. Aytganda inson omili. Biz qanchalik shu xavfsizlik tizimimizni kuchaytirmasak ham, inson omili aralashdimi, inson shu ma'lumotini berib qo'ydimi, qiyin masalada o'sha ishlab qolish. Biz mumkinki, hozirgi kunda internetdan foydalanishda shu internet madaniyatiga amal qilish, xavfsizlikda amalga oshirish, imkon darajasida keladigan xabarlarga tekshirib, ana undan keyin ularga ruxsat berish yoki bo'lmasa ochish, ma'lumotlarni turli xil saytlarga joylashtirmaslik yoki bo'lmasa akkaunt orqali turli xil reklamli saytlarga kirmaslik va o'zini ishi nima deydi, xavfsizligini ta'minlash, demak hozirgi kunduzda birinchi o'rinlardan bittasi. Xo'p, Bero'z aka, sizga rahmat kattakon. Bugungi suhbat uchun juda chiroyli va samimiy suhbat bo'ldi. Xudo xolasa kelasi sonlarimizda ham yana ko'rish nasib. Xudo xolasa.